için hem can verip ahır bulduk azadlık. Kalbimizde var bulgaçka itikat imanımız. Atılanın canları düşmedi tarih bitti. Nesli kaldı kendi var biz onun evladımız. Çünkü can hem aktı kan oldu yağdın el aman. Yaşasın, mır yaşasın güzel istikbalimiz. Yaşasın, mır yaşasın güzel istikbalimiz. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Jasorat Monbirga hoş geldinglar. Bugün aldın e'lon berganimizdek ikki qimmatli mehmonimizni ekranga taklif qildik. Bugün so'zlashadiganlarimiz da'vo ishlarimizning navbatdagi vaziyati, tarixi va kelgusiga nazar solamiz. Buningda bugün ekranga Uyg'urlarniki ma'naviy onasi hem davanın yetekçisi bo'lgan Rabia onamiz, ondan keyin bizning davo ishlariga izchil ko'ngil bo'lib kelayotgan ham o'zining kuchli maqol asarlari bilan xalqimiz orasida kuchli ta'sir qo'zg'ab kelayotgan Mavlon Yasin akamiz ishkalarni ekranga taklif qildim. Assalomu alaykum Rabia ona, Mavlon aka, salomat yaxshi turdinglarmi? Aleyküm assalam, rahmat. Wa alaykum assalam, Jasorat uka. Bugün ishqonlarni bir akamak iman tashkil to'xtadi. Uzun bo'ldi sizlar bilan aloqalashib turgan bir fursat o'tdi. Xalqimiz bilan inshaalloh keng qushada, ozoda bir paranglashib olamiz. Chunki men ekran ichib 3 yildek bo'libdi. Hozirgacha xalqimizning shu Rabia onamizniki liderlik roli va hozirgi ahvoli shundaqla da'vo sepida saqlanayotgan masala ve bundan keyin nima qilishimiz kerakligi to'g'risidagi oz bo'lmagan savollari menga kelib turdi. Ammo hozirgacha bunday bir fursat bo'lmagan, oxiri bir fursat bo'libdi bugun. Oldi bilan Rabia onamizniki bugun alayda vaqt chiqarib programmaga qatnashib berganligiga rahmat aytaman. Oldi bilan Rabia onamizdan deydiganim, siz 2005 yılı şu Xitoyning turmisidan chiqib, erkin dünyada davo ishlariga yetakchilik qilayotganning yog'i xalqimiz orasida shu sizga bo'lgan ko'z qarash jihatda ko'pchilikning bir xil o'rtaq fikri bor. Ya'ni bizda bir gap bor, bizning xalqimizda, Uyg'ur millatida 50 yılda, 100 yılda bir lider çıkıdı deydigan bir gap var. Hem şundaq bo'lib kelyapti hozirgacha. Oxirgi liderlarimiz şu ikinci Cumhuriyet mezgilida chiqqan ona to'g'riliq hammamiz bilamiz. Ondan keyin shu Xitoy kommunistlar bizning vatanni besib olib 70 yil o'tdi. 70 yil jarayonida biz to'nigan va el to'nigan, hammalar e'tirof qiladigan bir lider bor. U bo'lsa Rabia Qodir. Yani ondan burun her xil dava ve teşkilatçılık işleri bo'lgan bo'lsa-mu, xalqimiz birdek e'tirof qilgan lider Rabia Qodir degan ot to'nilib kelgan hozirgacha. Bu nima bunday bo'ldi deganda, siz chiqqandan keyin siz masalan Amerikaning prezidenti Bushdan tortib BDT'niki bosh kotibi Kofi Annangacha xalqaro cho'ng liderlarniki qabul qilishiga muyassar bo'ldingiz. Bu Uyg'ur tarixida tunji qatim edi. Ana shu chaqlar hozirgacha ko'z oldimizga kelsa, ko'zlarimiz yoshlanadi. Ya'ni xalqarodagi shunday cho'ng liderlarniki sizni qabul qilishi va prezident Bushniki shunchalar cho'ng bir xalqaro sorunda
Mana Uyg'ur xalqining lideri Rabia Qodir buning roli yadro Qur'onnikidan kuchli degandek bir tasvirlashtirni anlaganimizda hammamiz ko'z ish qilgan edik. Endi oldi bilan sizdan so'raydiganim xalqimiz sizni shundoq 50 yilda 100 yilda chiqadigan bir lider deb tanidi, ham shundoq muomala qilib kelyapti. Sizniki bu vaqtda o'ylaganlaringizni bir anglab baqsak, sizmi o'zingizni Uyg'ur xalqining haqiqiy lideri, shundoq uzun bir chiqadigan lideri deb tanimsiz? Birinchi xalqimga sizga rahmat. Bugun ataytdan xalq bilan meni yuz ko'rishtirish uchun fidoyi balimiz qilgan bu da siz qilibsiz. Ketib qoldi u. Sizga rahmat. Sizga rahmat. Naytdi. Yaxshi savolni qo'ydingiz. Naytdan qiyin bir savol. Anlayapsınız? Anlayapmiz. Qiyin savolni qo'ydingiz. Men bir ömür bola vaqtimda, yosh vaqtimda Uyg'urlarning vatan ichidagi shu Sharq Turkistonni va Uyg'uristonni ozod qilish uchun tashkilot qurgan İminovkanın vaqtida olsun, 51-chilar partiyasining vaqtida olsun, Sidiq Hojininki, yo'ldoshim Sidiq Hojining vaqtida olsun, Mijissilining vaqtida olsun, G'o'lji vaqasi vaqtida shundaq liderlarning chiqib, shundaq bir faoliyatlarni olib borganda, orzuyimda shundaq bir 100 yilda bir keladigan kuchli bir lider chiqib, shu vatanimizni ozod qilsa bo'ldi ekan. Bu ozod qilsa ekan deydigan bir orzu, armon bilan cho'ng bo'lgan qizman. Bu iş için özümü nurgun yıllar izlendim. Ben vatanda çıkıp Saudiyalı kıvatqa vaxtında Aşır Vayet, Üsbek Muxlus, Ziya Kam, Memtimin Hazret, Eysa Şüphelip Tekin, şundaq bir neçe liderlerinin ki bir neçe organlarını tutup öz aldığı Uygur meselesini anlatıp atqanlığını vatanın içinde teşiği Saudiyalıqqa vaxtımdılar. Ben görüp birleşip bir lider bo'lgan, kuchli bir lider bo'lib, bütün xalqni yetaklab, bütün dunyoni qoyil qilib bular mush vatanimiz bir mustaqil bo'lgan deb orzu qilyaptim. Lekin o'zim eng oxirida nurg'un sabablar bilan turmuqqa kirdim. U yerdan chiqib Uyg'ur xalqiga men lider bo'lib qoldim. Men Uyg'ur xalqiga o'zim shundaq tarbiyalanib xalqning men oldi bilan xalqning orzusi bilan chiqdim. Xalq shundaq bir odam bo'skan degan kurash kusanninki naqshlariga qarab beqing, uning Homay keldi degan nimalarga, adabiyotlarga qarab beqing, shu xalqning tashnoligi, dunyoning taqozosi, oningdan keyin shu davrning taqozosiga men to'g'ri kelib qoldim. Hem o'zimning orzusimi yetilib pishib yetildi. Şunun bilen ben rastmış 100 yılda bir keladigan liderlerinin qatarida Uyghur xalqi meni liderimiz, bizga lider bo'ldi deb şuar to'lidi. Men buni qabul qildim. Men buningdan faxrlanaman. O'zimda bor iqtidorni, tajribani va o'zimning fidokorligimni xalqimning orzusi bilan birlashtira oldim. Hem birlashtirib qo'limdan kelgancha o'zimning xalqimga, hatta qo'limdan kelmaydiganini keltirib turib, dunyoning siyosatini tatib akilib Uyg'ur xalqining siyosati bilan bog'ladim. Men atrofimdagilarni o'zimga bog'ladim, atrofimdagilarni bog'langanlarni dunyo siyosatiga bog'ladim, dunyoning siyosatini Uyg'urga bog'ladim. Mushuni nihoyatda tasdiq amalga oshirdim. Bu kim kelsa qo'ldan keladigan ish emas. Muşunun qaraganda birisi Saudiya bo'lganligim uchunmi yoki tavakkilchi bo'lganligim uchunmi xalq meni siz lider bo'ling, bizning liderimiz deb ashturmadan chiqqan vaqirab chuar to'plab bütün hammasi ashunda qo'lni ko'targachga men xalqning umidini yerda qo'yishni xohlamadim. Endi mushu bo'shliqni yana layiltib qo'yishni xohladim. Chunki men turmadan chiqqan kunim Washington'daki barlık Amerika'daki Uygurlar aldımga şundaq şuar to'lab chiqib, şundaq chiroyli qarshi elib, Amerika Tashqi ishlar ministrining kadrlari, State Departmanının erbatlari,
hammasi va muxbirlar oldimga chiqib meni kutib oldi. Uyga borganda bu Dolqin Qambiri, hatta Ömer Qanatlarmi bizning orlig'imizda meshadagi bir bo'shliq bor. Shu bo'shliqqa Xudoyim sizni ochib berdi. Bu to'shadigan bo'ldi dedi. U vaqtida toza anqirmadim. Keyin xalq meni bizning liderimiz degandan keyin yana bir qitim o'zim e'tirof qildim. O'zimni ham e'tirof qildim, xalqimning ovozini ham qabul qildim. Uningdan keyin 7-oyning 5-i 2009-yili 7 yoshdan 70 yoshgacha Uyg'urni men uchun so'z etib butun xalqni menga qalmirganda mush ishda men rasm shu o'ringa loyiq salohiyatım bor Uyg'ur xalqining lideri ben shuni qilib berishim kerak degan narsani ustimga oldim. Ben shuni e'tirof qilaman. Rahmat. Mevlanka sen şu Rabia ana to'g'riliq oz bo'lmagan bir narsalarni yozding. Hem yazıp kelavatsa hamda senmo uzun yillar oldi vatandan chiqqali. Rabia onamizdagi ish faoliyatlarini boshdan oxir ko'rib turg'uchi bo'lish bir suhbating bilan shu xalqimizning Rabia onamizga bergan shu bahosiga qanday qaraysan? Va alaykum assalom uka. Amerikaliklarda şu CNN bo'lsin, NBC bo'lsin, hammasi mushta suhbat boshlaganda suhbatga chaqirgan odam riyosatchiga doim mana ekronni berganingga ko'p rahmat deb boshlaydi ekan. Shuning uchunmi Jasorat uka mana bu ekronni berganingga ko'p rahmat. Rabbimden bizningki Uyg'urlarning ichida haqiqatan oldida bir muncha odamlar xeyli tarixda bizning Uyg'ur tarixida yozilgan odamlar chiqqan maslanga. Tömür Xalpi bo'lsin, G'o'jinyaz bo'lsin, Sobit Domillan bo'lsin, Ahmadjon Qosim bo'lsin, Ilhom To'rlar bo'lsin, Sodir Palvonlar bo'lsin. Bular asosiy o'zininki ta'sirini, nomini shu Sharq Turkiston jug'rafiyasida edi. Bu yerdan qalqib chiqolmagan. Rabbimden tunji Uyg'urlar tarixida Uyg'urlarning ta'sirini keng dunyoga bo'libmi G'arbga, bo'libmi Amerikaning Oqsaroy BDT hammaga tarqatgan birinchi Uyg'ur lideri, irg'itqi siyosatchi masalan. Men Rabbimden Tömür Xalpi bo'lsin, u chiqqan yoqi Uyg'urlar qo'shgan mushu to'kpisini, mushu harakatni men sendiga atayaqmış oturup kıllamda buni yakunlab Amerikaning Oqsaroydan BDT sizlab beradi. Ben buni yozolmagan narsa bo'lgandan gapim oldikayni taqib bo'lish mumkin kechirsa. Birinchi Rabbimden dunyoga Sharqi Turkiston bayrog'ini eng ko'p va eng keng doirada lapildatdi. Rabbimden Amerika kelishdan burun Sharq Turkiston batdi, bayroqlari batdi, naydi chichilangu uya biyatdi. Yer shuarni yipib ketmagan. Rabbimden chiqqan yoqi qadimi dastigan yerda Sharq Turkistonning bayrog'i lapildab, yer shuarni bo'libmi G'arbni Sharq Turkiston bayrog'i bilan ko'mbatdi. Dunyoda keng ko'lamda Uyg'urlarni Sharq Turkistonning bayrog'i bilan bog'ladi. Sharq Turkiston aslan mustaqil bir davlat. Xitoylar besib olgan degan bu hukmni G'arbdagi O'rta Osiyoni tadqiq qiladigan akademiklikdan keng doiradagi siyosatchilar va xalq biladigan hukmga aylantiryapti. Hozirgi G'arb davlatlarida Uyg'urlarga bo'lgan keng ko'lamdagi qo'llash harakatining dastlabki urug'ini Rabbimden chashdi. Hozir hamiyatki tashkilotlar shu Rabbimden chashgan urug'dan unib chiqqan mevani yeyapmiz. Bu Rabbimdenning birinchi qilgan dunyo keltirgan nimasi. İkinci, Rabbimden kelgichi Uyg'ur faoliyatları chichlangu faoliyatlar muntazam faoliyat emasdi. Ular chichlangu uya biyatdi. Rabbimden kelgandan keyin Sharqi Turkiston faoliyatlarini sistemlashtirib, ritmga soldi. Qo'llanmalarni besib chiqardi. Rabbimden kelgichi Amerikaning tuzuk bir qo'llanma yo'q diye haqlar taqdirga Uyg'ur to'g'rini. Eng muhimi, Rabbimden kelgandan keyin undan keyin Uyg'urlarni pul masalasini hal qildi. Tijorat bilan
tarix yozilgan Rabbimdan bu pulninki qanchalik muhimligini bildi, ham darrov kelib pul masalasini hal qiladigan yerni topdi. Tashkil jonliqni o'rgatdi Uyg'urlarga. Tashkilotga qanday bir o'rgatdi. BDT'ga bo'lgan davoni va Amerikaning Oq saroyiga bo'lgan arzi yezishni to'xtab qolmaydigan iqimga aylantirdi. Rabbimdan kelishdan burun biz masalan Amerikani eslaq, oyda bir kelib qo'yatdik. Devletning oldiga bir berib qo'yatdik, tugatdi. Rabbimdan buni üzülmay oqadigan bir o'stanga aylantirdi. Uyg'ur davosini Amerikaliklarning davosiga aylantiribdi. Ha George Bush Amerika'nın Rabbimden Xitay'nınki yadrosdan kuchliq dedi. Nancy Pelosi Amerika'nın Rabbimden mening eng yaqin do'stim dedi. Bu orqali Rabbimden Hollywood ham yerda Rabbimden shunchalik tonilib, shu u orqali Uyg'urlarni to'ntibatdi va Uyg'ur davosini Amerikalarning manfaatiga bog'ladi. G'arbdagi Uyg'urlar davoni qanday sistemlik ilib berishni o'rgatdi g'arbdagi Uyg'urlarga. Rabbimden bulmagan bolsa, yana 30 yıldımı Şarkı Türkistan davası hergiz hazırki dereceye yetelmedi. Hazır Amerika'daki barlıq faaliyetlerinin asasını şu Rabbimden salgan. Bular xuddi nurg'un faaliyetçiler hazır 4 gün 5 gün başlaplar gıldır üye bir sözler ular kılıvatkandak deydi. Emniyette şular kıldırgan bu siyasi muhitni, bu ammaviy muhitni, keng ko'lamdagi siyasetlerinin quluqini, ko'zini tiklaydigan hamma diqqatni Rabbimden yig'ib bergan. Rabbimden kelishdan burun musha hozirgi dog'irlab tuygan, so'zlab tuyganlar hammasi batdi. Chunki ular hech qanday ish qilinmagan vaqtida. Ancha-muncha namoyishlarni qilib qo'yatdik, uyabiyak yezib qo'yatdik. Bu darajadagi xalqaro darajada bundaq ko'tarilmagan. Rabbimdan ko'tarib chiqaryapti. Hozir bu Uyg'ur desa, Amerikadagi hamma odam o'qidigan bir nimga o'tib ketdi. G'arb dunyosida shunday. Uchinchi, Rabbimdan dunyodagi Uyg'urlarni shu vaqtida Dunyo Uyg'ur qurultiyining ostida bir gavdiga aylantirdi. Xalqaro tunji qitim Uyg'urlarni bir birlikka keldi. Rabbimden Dünya Uygur'dan reisi buluştum burun. Dünya Uygur Kurultayı veyran buluş aldıttı. O Dünya Uygur Kurultayı'nın tesiri Münih. Poyuz istansının Irak'a tesirini yetkizemmetti o teşkilat. Heyetleri istiba berip çıkıp kitip bargan bir gaday ve nereden iş kılışını nereden iş kılışını başlaşını bilmeydiğin bir teşkilat idi. Rabbimden özünün xalqarodagi namdan foydalanib, Dünya Uyg'ur qurtining iqtisod masalasini tunji hal qilib, hozirgi dunyodagi eng boy Uyg'ur tashkilotiga aylantirib qo'ydi. Hozir Dünya Uyg'ur qurti butun dunyodagi Uyg'ur tashkilotlarining pulini yig'sanglar, Dünya Uyg'ur qurultayiningki shu puli yo'q. Hozir Dünya Uyg'ur Kurultaydaki yuqori maaş ilib xotirjam turmush ko'chirayotganlarning puli bevosita va vositalik Rabbimdan hal qilib bergan. Uni emas, har qanday inyidining pulini hozir ilib qajlayotganlarning hammasining pulining asosini shu Rabbimdan ichib bergan. Inyidining xazinasini Rabbimdan Uyg'urlarga ichib bergan. Hazır Amerika ve G'arbdagi siyosiy sahna Rabbimdanning yetakchiligida paydo bo'lgan. Hozir yangi chiqqanlar gurgur qilib uzr bo'ldi degan, ilaqa suv ichgan odam quduqni qo'lgan odamni unutib qolma deydi. Bularimiz unutib qilib xuddi uzr qilayotgan deydi. Buning asosini Rabbimdan sog'an. Rabbimdan kelishdan burun hozirgi mushu Dünya Uyg'ur qurultiyining hay'atlarining hammasi bordi. Lekin bir po'qni o'ttirini ish qila olmagan. Shu davrda misoli Rabbimdan qanday birlik akaganlar deydi. Shu davrda masalanga nimediki Turkiyadagi Şiit Tumturkning yetakchiligidagi tashkilotlar, masalan G'arbda Germaniyada nurg'un Uyg'uriston degan tashkilotlar bordi. Bular Dünya Uyg'ur qurultiyi bilan ideologiya jihatda cho'ng farqi bo'lsa-mu, Rabbimdanning hurmatini qilib Dünya Uyg'ur qurultiyining sepiga qatnashgan. Rabbimdanning rahbarligi qilib shu dunyo bo'yicha
Tunji qatam bu Uyg'urlar bo'lgan bu gavdini, mushunda yo'g'an bir ittifoqlikni yaratgan, shular o'zining ideologiya farqini tashlab turib bo'lsa-mu, Rabimdamni qo'llayli deb keldi. Oldin qatam Dünya Uyg'ur qurultiyi yiliqi bir siyosiy o'zgarish qilgan ekan, bu birlikni vayron qilib o'tdi. To'rtinchi, men deb o'tib ketay. Rabimdandek ayol kishi ben Uygurlarını demeyetim, insanlar tarihinde çıkıp bakmagan. Bu da Uygurlar azizlenmeyatimiz. Rabimden başkalarının özüne değişse, Rabimden soğutunu yündü döküşten başlattı ki. Aldın kadın pidayının torda dedi Rabimden. Ben ticaretimde yündü döküşten aşınından başlap ticaretini bir iktisadi imperiya kurgan. Şu devirde Xitay boyunca en çok bayga aylangan. Bununla sen alaydan şunda bir iktidar, gayret, cesaret, teşkillaş, ütkürlük, tevekkülçülük bu adam bunu kılanmaydı. Rabbimden insanlar ki muşinki, galba kazangan insanlar bardı ki barlık muşu batırlık, tevekkülçülük, akıllık, ütkürlük, jirahını köreleydiğinden hemisi Rabbimden de jığılgan. Hem de şu vakitte men insanlar tarihinde şunda çıkıp bakmadıysam gayla onundan çıkıp bayla bağı deydi. Hakikaten Amerika'da mı karsanlar Rabimdemden adı 100 derse köp pul tapka ayarlar nait köp. O netçi mesela 20-30 milyar Rabimdemden tapkan pullarını ulanın yancıdaki paç pul. Lekin hiç kası Rabimdemden 10 balını tuğup bakmagan. 5-3 balını tuğup bakışı cinimiz çıkıp vardı. Tarihte onu balı çıksa, hakikaten ondan köp balı tutkan ayarlar nait köp. Google kırıp karsanlar buldu 1700 yılları 18. asırda Rusya'daki bir ayal 68 balı tutup ki. Lekin hiç kası Rabimdemde ondak bir teşkilat yetekçi bay bulanmagan özü ticaret kılıp, bunda dünya siyasi sahnasida çıkıp bakmagan, dünya siyasi sahnasi oңton kılanmagan, Amerika'da çoğun devletinin siyasetiga ta'sir yetkazolmagan. Bunda bir chetdan hem 10 balını tuğup, şu jarayonda bunda iqtisod imperiyani qurup, hozirgi davrda dunyoning siyosatiga shunda cho'ng ta'sir yetkazib, Amerikaning prezidentini Xitoyning atom bombasini yo'qotib degizgan bundaq bir ayol Uyg'urlarning tarixida emas, insonlarning tarixiga chiqib bakmagan. Hozir mushu yeshidimi? Hozir Rabbimdan mushu yeshidimi? Ayğı bir gün to'xtab qolgani yo'q. Amerikaning Washingtonga barsanglar, bütün Uyg'urlarning ichida to'xtamay yurgan ayğı eng ishlik damamagan yana shu Rabbimdan. Bu jarayonda Rabbimdanni nurg'unlar sistemasi deb baxti. Rabbimdanni sistemasi deganlar sesib ketdi. Rabbimdanni pensiyaga chiqirmiz deganlar pensiyaga chiqib ketdi. Rabbimdanni qiyirtimiz deganlar yana qiyirib ketdi. Rabbimdan azmanda qarab bekinglar, yana chiroyida qarsanglar yana 18 yoshli qizdek turdi. Rabbimdan müşterek çarşlarını taza buyap, kırımlarını kırıp, kastım vurup, igiz aşağı ayaklarını kaydırıp talak açıdan bulsak, boytaklarını hemen talep koygun turdu. Rabbimden şunçilik yaxşı turdu da, şunçilik. Yani Rabbimden ne? Beşinci. Rabbimden de ben de bir şey kıstır ötkeden aldın kıdım ilik bir jili Çalı Xudayar ippağa namaşığı bağın vaxtımda, o sıkçılıkta Meylik namaşı var, Rabbimden var. Ben her 38 minutta bir çidimaylık direktini astığı bir tur aldım, bişim ağrı. Rabbimden bütün namaş tükçe aş aldı da aptapta hevimizden çın şuvartı olap ne saat aşağı turdu. Aşağıda ben çidimay kaldım. Beşinci, özünün reisini, yetekçisini kullanmagan, kovdiyamagan, Kutulduramıgan millet hiç kandak kişinin hüddüsünden çıkanmaydı. Arzu armanlarına yetelmeydi. Süpürendiler katarında yaşaydı. Lekin Uygurlar özünün lider Rabbimdemni kovdiyamadı. Ne kovdiyamadı? Mesela bir şey degende 2017 yılı 11. ayının 10. günde 12. günde Germanya München deymiş onu. Şehrin Uygurlar. München şehirde içilgan, çakırılgan atalmış Dünya Uygur Kurultayı'nın 6. nöbet kurultayıda
bir yürüş, numussuz. Öktem adamlar şu yerde siyasi üzgürüş qilib, Rabbimden hukukunu tatib aldı. Qo'lga ilib borgan. Bu bir Uyg'urlarning ichidagi odamlar o'zgari ilib Rabbimden og'dirib, hukukni qo'lga ilib berdi. Bu bir amaliyotli bir siyosiy o'zgarish. Bu deylik G'o'jinya Sobit Damullamni og'dirgandek, Ahmadjon Qosimlar İlhan To'rini haydagandek, bu bir tarixdagi bir siyosiy o'zgarish. Bular bu o'zgarishni ilib bordi. Bunun neticesinde bular Uygurlarning ichidagi eng cho'ng bo'lginchilikni ilib bordi. Bo'lginchilikni ilib bormay, Uygurlarni oz deganda 20 yil ittifoqlashmaydigan kapolatni yaratdi. Qiziqarli yeri hozir. Bular doim bir neçimiz so'rlar so'zlaganda ittifoq to'g'riliq so'zlaydi mushlarmi? İttifoq to'g'riliq so'zlaydi. Uyg'urlarning ittifoqsizligi bularning men işte o'ylab qoldim, nima qilsang hozir bular ittifoqlashmaydi. Uyg'urlarning ittifoqlashi dunyo Uyg'ur qurultining manfaatiga uyg'un kelmaydi. Hozir dunyoda Uyg'urlar birlik akilmansa bular kelmaydi. Bular Uyg'urlar qanchalik parchalangansini dunyo Uyg'ur qurultining rahbarlarining ko'zida bu dunyo Uyg'ur qurultiyi dunyoda texmi cho'ng ko'rindi. Shuning uchun bular ikki odam bo'lsin, dunyo Uyg'ur qurultining 50-60 tashkiloti bor deydi. Ikki odam bo'lsin, bir tashkilot qo'yib turib, 4 odam bo'lsin, bir tashkilot qurib turib, xuddi dunyo Uyg'ur qurultining ostida necha yuz tashkilot bor deb qashda dunyo ko'rsatimiz deydi. Bular Uyg'urlarning ittifoqchi bularning iqtisodiga, ilovatga, maoshiga ta'sir yetkazdi. Shuning uchun bular Uyg'urlarning dunyo qarorliq ittifoqlashishini bular xohlamaydi. Masalan, o'zininki rahbarini qo'g'dash to'g'riliq, qanday qo'g'digan to'g'riliq men ikki hikoya so'zlab beray. Shu Atatürk Antaliyada Greklarninki, Angliyaning yordamida Greklarninki hujumini vayron qilgandan keyin shu yerda tabriklab bir chilish musobaqasi tushdi. Atatürkmi, Mustafa Kemalmi bu o'zi harbiy bo'lgandan keyin bu odam chilishchi odam ekan. Shuning bilan shu vaqtdagi Turkiyadagi chilish podshosi degan ismini unutib qolibman. O kitobni men bir necha yil o'qigan. Chilish podshosi degan bir Atatürk bilan chilishib Atatürk'ni yampışığı elip muştağı götürüp urmay kop koydu ki. Hakla bunun sonra sen neymiş Atatürk sen beni general da beni urmadın mı yege deyse o da ki ya sizni bütün garip birleşip uranmagan yerden ben ursam kandak buldu deydi ki. Mana çilişçi padişahının ki çiliş seviyesi emez idevi o medeniyet seviyesine üstünlüğünü kıydı. Manda koğdaydı ki. Yani bir hikaye etip berey. Muşu Zozongtang Şarkı Türkistan'ı iliş üçün seferge çıkan vaxtıda Xitayning bir yoğan yezidin ötedikkenligi. Jun deydi endi manda Nayestin. Nayestin ötib ketib basa bir yerda yoğan bir 2 qavatlik manda yog'och uyning tubida bir yoğan vivisk turgan. Uning tubida Shahmat podshosi deydiganda men bu Shahmat deb qo'ydim, Xitoylarning Vichi. Vichi'nin Uyg'urcha nima deydi uqmayman, Shahmat deb qo'ydim. Shahmat podshosi degan bir xatni turtganda Zozongtang buni ko'rib, Zozongtangni o'zi yaxshi Vichi o'ynaydigan odam ekan. Buning bilan chiqib, buning bilan ikki musobaqachi bu odamning vatvarigini chiqarib edik. Chiqarib Zozongtang. Sen buningga viviskani ilvatsan bo'ldi-ku deb zanglik etib ketdik. Zozongtang Sharq Turkistonni ishg'ol qilib bo'lgandan keyin qaytib kelib, yiliq Naya kelsa, yiliq viviska yana turdi. Bu Zozongtangni achchiq kelib, bu men shunchalar vayron qilsam, bu yana dunyoninki Shahmat podshosi degan gapni yuz qo'yibdi deb buni odam bilan kirib, bu odam bilan qaytida o'yinsa, bu odam 2 yil maydonda, 3 maydonda Zozongtangni hashpashlikcha vatvarigini chiqardi. Zozongtang haqla hayron qoldi. Ey sen oldin qitim men 2 maydon seni ustib olgan. Bu da 3 maydonda meni hech nima yo'q deb ustirayotding-ku desa u odam deydi. Oldin qitim Zozongtang janoblari sillari jang bilan yana bir yana qo'lga og'ini ketib boradilar. Sizlarning ro'yiga men ta'sir yetkazsam bo'lmaydi. Shuning uchun men sizlarga quttirib berdim deydi. Endi siz g'albi bilan qaytilar.
ikkimiz kasbiy shaxmatchi albatta sizga yo'limiz qo'ymaymiz deydi. Ma bir Xitoyninki saviyasini ko'ringlar. Urush ketib qolgan generalning hurmatini qilib, ashuningda uning ro'yiga ta'sir bo'lmasin deb usturib berdik. Usturib berdik. Bu naydi yaxshi ish bo'ldi-da, mana biz o'z Robimdamni mushu kelgan yoqi Robimdam aqchan yegan ro'yi azob Sharq Turkistondagi turma degan ro'yi azobdan chiqdi. Turmada Robimdam masalan o'zining badan jihatdan qiynashlarga urgan bo'lsa-mu, ro'yida to'liqdi. Men xalq uchun ish qilyapman. Meni azob qilayotganlar Xitoy tajovuzchilar dedi. Amerika kelgandan keyin, bu chaq kelgandan keyin bu zarba bu o'zimizning ichidan chiqdi. Xalq mushuni chiqdi. Oldindan dunyo Uyg'ur qulluqining Robim siyosiy o'zgarish qilib, Robimdamni og'dirishni men bu nayti bir mushu Uyg'urlarning ichidagi bu liderga bergan eng chong zarba deb hisoblayman. Hisoblayman. Bu dunyo Uyg'ur qurultayida bu ish doim bo'ladi. Bular o'zlari bir ish qilmaydi. Haqqiga ishni hozirlar qilib olgan bo'ldi. Men bir misol ko'rsatib beray. Yaqinda oktyabrdda Amerikada oktyabr 1da Xitoy qarshi namoyish bo'ldi. Bu namoyishni uyushtiruvchilar, o'rinlashtiruvchilar, bunun pulini to'laganlar hammasi Amerika Uyg'ur birlashmasi qildi, UAE qildi. Lekin eng oxiri yig'irda bu yiliga to'shib ketgan bu dunyo Uyg'urning odamlari uyaga chiqiblar, bularni qiqib qo'yib, bular so'zlab chiqib ketdi. Uning to'rlarga xuddi bular qilgandek so'zladi. Aslında Uygur Amerika birleşmesi iltidar, kuzatlarına yetekçide bu Amerika terbiyelengen, okugan, akıllık ballar, nait sistemler ip gitip var devrimlerini. Aslında bular degen, vay inilerim, sizler biz yardımınlar bulaylı. Biz sizler bulaylı da bulanı aslında şunda kollap bulan suyunsu bular. Suyunu suyaklısın, ayak bağında en ahır yığınga bular bunu elaqib. O mesela yığının neticesini bular bir oğurlu verip özleri çıkıp sözler, ahir kuzatını bir şikayete sözleyip de Rabimden mi sözledi diye. Dünya Uygur kurulduğu bu cihetlerde kılgan nesli nait köp. Ben bir yan an kutlettim. Rabimden'ninki muş aldığımızda turudu. Rabimden'ni aciz bupkanlar demenler. Ben Rabimden'e 2 yıl bunu kögen. Rabimden'den salameti yaxşı. Men de teki kan bisim. Bu ile kolesterol deydiğen nesle var. Rabimden hiç nimi yok. Rabimden yani it şunda ötkür. Aldın kıtım hele pidayının torda sözlegende aklım heyran kaldı. Şunçla 2 saat sözleş jarayanda bir kıtım bir iğiz sözüden tinip bakmadı. Bunda hele nimdeyim de udup bakmadı. Şunçilik natık şunçilik kuşlukta ben aşınçık sözlersem çözdep kettim. Şunun için Uygurlar biz iş kılmasta etkemiz, muşunda dünya tunulgan, muşunda insanların tarıkı çıkıp bakmagan bir ayalını Allah Teala bizge beygende biz bunun kadirge yetişimiz gerek. Ben müşinçik sözüm. Rahmet. Rahmet Melonka sen Rabia onuğa begen baharın halkımızdaki ortak göz karşı. Çünkü Uygur arasında mutlak köp kısım adam aynen sen oylagandek oylaydı. Aynen sen tasvirlegandek tasvirlaydı. Ama nihayet afsus, Xudayim bizge bergen muşu liderini aramızdaki münafıklar yıkıttı. Hem hazırgıça nime deymiz hem Uygur arasında nihayet yığvaqıl bulmaydıgan bir xil çeçilanguluk, nihayet teşkilatsızlık ahvali yüz beriyatı da hamdı. Xalqara Uygur deb qop ketdi ama Uygurning ahvoli nihayet nachar. Şuna bilgen Rabia'na mesela Mevlankan Bey aytgandek o Amerikadaki 10-cı ayının birdeki çoğun namoyish nihayet yaxshi süpetlik o'rinlashtirilibdi. Anlasam 1 yildek tayyorlab qilinibdi. Bunda Uygur Amerika jamiyati yoshlar niqibdi, tashkillabdi. Ahiri bu nim bo'ldi deganda bu ishni Dünya Uygur Qoltigi tashkillagan bo'ldi. Onu ama Erkan Asya radyosu mu açtı anlattı. Dünya Uygur Qurultayının təşkillişi bilen hem bu nomussuzlar nəqli qarasa özünün ismini özündən qalbıqını kiygizib qoyduğan boldu hem de muştaq nağışlıqqa nait köp. Hem bügen demişqa siz bilen bu yerda oturumuz degende muşu nağışçılıqlar tilga elinmaptıdı. Haq sözlenmeyaptıdı. Nurgun ikrarlar var.
Hazır hakikat aynan anlatılmayotidi xalqimizga. Yağan gap ko'p bo'layotidi. Qaysi kunliqi miyang yumshoqning ekraniga chiqib ekansiz, siz bizga g'azab ekansiz qarasam, o ba'zi gaplarni deymadsangiz og'zingizni tuvoqlab qo'ydi. Ba'zi gaplarni demaganimiz yaxshi desak, bizga zarar berdi deb gapingizni tuvoqlab qo'ydi. Shuning uchun men bugun ekranni ochdim. Bugun xalqimiz sizdan nurg'un savollarga javob kutadi. Ham samimiy javob kutadi. Va jumladan men bor buning ichida. Endi buning uchun hozir masalan sizniki bay Mevlam kam tasvirlagandek mushundaq bir ulug' liderimizni bir chatga qayirib qo'yib, hozir o'ttirliqda yugurib yurgan bir turkum insonlar bor endi. Xalqimiz ham e'tirof qilib ketmaydigan, ammo nagil bo'lsa, yog'in tashviqot qilib turadigan odamlar oz emas. Hozir maydon shularga qoldi. Endi masalan buning uchun sizniki mushu qurultayda vazifa olgan vaqtingizni tortib tarixni biza eslab o'tishga to'g'ri keladi. Hem siz 2005 yılı ben Avrupa'da vaktim Amerika hükümeti sizni qulunuzdan tutup aşı Xitay türmüsünden qutuldurup açıqqandan keyin Amerika kelgandan keyin xalqimiz orasida bir umid tug'ilgan. Haqiqiy liderimiz keldi, haqiqiy liderimiz erkin dunyoga chiqdi. Endi bizning davoyimiz oqadigan bo'ldi, davodan umid kutsak bo'ladigan bo'ldi deb nihoyatda hayajonga cho'mdi xalqimiz. Hem uzun o'tmayla sizga teklifler kelishga başladı. Mesela aynı vaqtda siz yeni chiqqan vaqtda Uyg'urlarning tashkilotlaridan ikki cho'ng tashkilot bordi. Birisi qurultay, birisi sugundik hukumatdi. Endi xalqimiz orasida mushu sizni har ikki tashkilotga lider bo'lib berishga taklif qilish sadolari kelgan shu chog'da. Ammo siz qurultayda rais bo'lishni tanladingiz, qurultayni qo'lingizga oldingiz. Bunun da sizin qurultayni qo'lga olishingizda mush xalqimizning kuchli arzu talablari asosli rol o'ynadi mı? Va yoki qurultaydagi rahbarlarning kuchli arzusi bilan sizni kuchli taklif qilishi bilan siz bu qurultayni qo'lga oldingizmi? Rahmat. Oldi bilan men mushu Mevlan efendimninki Uyg'ur xalqining farzandining bergan baholari rahmat. Men aşındaq xalqimga shundaq bir lider bo'lishni va xalqimga shundaq ona bo'lishni, shundaq bir jangchi bo'lishni orzu qilaman. O'zim shundaq texmo shundaq bo'lib yetildirib menishga tirishiman. Endi siz Mevla efendime dedi, siz mi dediniz? Uyg'ur xalqininki lideri. Men bu boşluk xeli uzundan beri bo'lgan boşluk bo'lganligi uchun bu yerga chiqqandan keyin boshqa birsini olib chiqaman dedim, bayatim dedim, chiqamadim. Dal men turmada qol vaqtimda Washingtonga erkin olib tekin Nuri Turkel bilan birga men bilan suhbat o'tkazishga keldi. Şundaq bir qurultayninki qurilganligi, bu asli bu qurultay yalnız bu Dünya Uyghur Qurultayı, hazır bu Dünya Uyghur Qurultayı emas, Türkiye'de dastlabki milliy qurultayning ochilganligi. Buningdagi rasmlarning hammini men ko'katdi. Endi mushuningda qarasam bütün koni inqilobchilarning rasmlari bor endi. Avval shu milliy qurultay ochilgan shu milliy qurultayninki qaytib kelib yoshlar qurultayı va boshqa tashkilotlar bilan birlashib Dünya Uyghur Qurultayini qurib chiqqanligini o'tirg'a qo'ydi. Endi men shu tarixdagi Sharqi Turkiston, Uyg'uristonning mustaqil davlatimiz qurilgan vaqtidagi yodigar odamlar va shu peshqadamlar, shu vaqtdagi liderlarimiz, jangchilarimizning hammasini shu Turkiyadagi milliy qurultaydagi rasmda mush Ahmad Egamberdim bor shu vaqt saylangan. Şu resimde gördüm. Hem de şu adamların kaldığı kelip kurultayga birleşip bu Dünya Uyghur Qurultayı kurulgan bolsa, aşılarınki hürmetli bizim davayımızdan tarihten kelivatkan tarihi adamlarımızdan bunu ben süpürüp etişini, bularını kaldırıp etişini ve bularını bundaq vayran bulup ketişini görüp turuşunu özümge cinayet ve hatalık tepkisi kıldım. Sürgün hükümet meselesiga kelgan vaqtida
sürgündü hükümet hem de yeni kurulup diken, bir ay yıl diken kurulgalı. Bulanın içinde onda nizah yokken. Bular hem de kurulup atkandıkin bular orunda kop getiriyor dep oyladım. Endi aşışında milli kurultay, yaşla, hem kurgan bu bir teşkilatın ki Dünya Uygur Kurultayı dep benim Uygurumның ismi bilen kurulgan bütün tarihi inkılapçılarımızın kaldıkları hemimizin arzusu bilen kurulgan bir organın bayram boyunca aldığı turganlığı ne erkin alıp diken bu Nuri Türkel bana oturdu Washington'da koygan dinkin ben bunu tekşirsem rastlayanda 3 mü 4 adam hep kaptı. Kağa adamlar hemiz çıkıp gitti bunun istifa verip. Endi bir kısım adamlar radyo işliğiyle iş çıkıp gitti. Endi şu adamın yüzünü bazıları pizza seçiyordu. Bazıları Celil Karkaş'ınki de muhbirlik veriyordu. Bazıları arkadaşlarını kıyıttı. Kurultay yok olup gitti. Küreştüsem bilen sözleştim. Küreştüsem bundan muşunda boluvatı da ben istifa veriş aldı da turvatı ben muşunda gep siz bolsa muş kurultayını saklap kalsak dedi. Endi bir yerde erkin alıp tekin Nuri Türkel Küreş Gösen bulanın hemmisinin gibi okşaş çıktıktan kim ben muşu piş kademlerimizden ki baskan izini saklap kalay dep Germaniyaga berip bu kurultayını asliga geldi. Ben kurultayını asliga kelgan vaqtimda men o'yladim ki bu xalqning Uygur xalqining milliy kurultayının xalqlarının Şarkı Türkistan azatlık bizim devletimiz kurulganlığı yadigarlarını ve bu tarihten kelivatkan meyli Memti Nezaret kurgan bolsun, meyli başka kurgan bolsun, bütün teşkilatların jığındısının hemmisinin birikme bir ornu buludu, hemisi ornu dep muşunda onu men hergizmi 12 adam biz kurgan bu bizim teşkilatımız başkalarının emas degen gapni bunu anlayman dep oylatma bakmadım. Bu xalqning dep keldim. Bu şu kurultay, milli kurultay, dünya Uygur Kurultayı, bütün dünya Uygurlarının, bütün dünya Şarkı Türkistanlıklarının hemmisinin ve Uyguristanlıkların hemmisinin kurultayı buluduğu dep keldim. Bununla başkalarımı hoşuna koşuldu. Koşulganlığı üçün ben endikin kurultayının ki rehberlik ornunu hemmisi meninki lider buluşumunu Mengülük lider buluşumunu, saylam ötkezmesligimini, hayt dünya boyunca xatlar ketdi, vekiller ivetip ketdi, bunu ben kabul kıldım. Neyim için diye vaxtıda, muşu ketim qarablıqın ben xata qılmaptı ben dep oyluğunum. Prezident Trump bilen Joe Biden'ın talaş tartışqığında, muş Amerikadaki saylamlarda özünün xalqıga, özünün qıpbiraleydiğen işini tonup yetken bir rehber, onu zayıflatmay xalq beriş gerek. Şu narsanın üzerinde bağ ikenligini görüp yetkenligim için men muş turvatqanlar hemmisi de özünün şunda iktidarının bağ ikenligini görüp yetken bolsa meni tanlamaydı. Özleri hemmisi talışıp bekipti. Hukuk talışıptı. Kurultay yeni kurulga vaxtıda Erkin Alıp Tekin, Dolkun Eysa, Ömer Kanat, Eskarcan, Envercan bulanın oturdu cidel, macera, talaş, tartış, hukuk talışı nurgun bokit parçalanıp ketipti. Lakin men kelgendikin muşu talaş tartış kıvatkallarının hemisi özünün kimligini konup özünün iktidarıga baha bereligen. Bula özü kelse bu kurultayın asliga ekilenmeydiganligini, özü kelse hiç kimnin akıdın ergeçmeydiganligini, özü kelse bu işin mevcut çıkmaydiganligini, mani a itiraf kılmaydigan bir-biri bilen mufazil birleşkenleş vaqti bir-birini fakat itiraf kılmaydı. Bu işin bombaydiganligini yetkendikin fakat bu işini birleştireylerden bir kuşunun Rabia Kadır'ın vücudu bağ ikenligini tonup yetkeşke bular menden bir adam çekinip diken. Lakin men şu vaxtda bularını Ali janaplık bilen bana menin muşu iktidarımdan faydalanıp muşu dünya Uygur davasını aldığın bir sert jankilerge men hem general oldum, hem sulak başı oldum, hem Uygur halkının lideri oldum, hem manevi anı oldum dep men muşladım, muşunda çıkkan. Çıkkan değil kim bular men bilen nayti yaxşı. Şimdi meyli yaxşı işlisin, ya meyli normal işlisin, hemimizin seviyesi çektik, bilişi çektik. Bular siyasi cihetten biz hemimiz terbiyelenip çıkan adam emas bular. Şuna koldan kelişçe menin etrafımda tutup işledi. Men imkanımın biriçe, meyli Alim Seyitip olsun, meyli Ömer Kanat olsun, meyli Dolkun Eysa olsun, meyli yanı birisi olsun, hemimizin imkanımdan yetişçe terbiyelep, çeşitli kağallarının hemmisini dünya Uygur Kurultayı'nın içine ekirip, daim
a'zosi qilib, men bütün hamma tashkilotlarni birlikka akilaman. Bir ovozning ostiga kelsanglar men bo'ldi lider bo'lay. Dünya Uyghur reis bo'lay. Bütün hammanglar Dünya Uyghur Kultini vakillik tashkilot deb e'tirof qilsanglar men kelay desam, bütün dunyo tashkilotlar mening xalqim mening gapimni angladi ham mushuni amalga oshirdi. Shuning uchun men Dünya Uyghur Kultining reislik vazifasi va Uyg'urlarning liderlik vazifasi va ma'naviy onalik vazifasi uch vazifani men oldim. Endi bu yerda bir odam o'zining iqtidorini bilsa, oshini xalqqa ishlik berish farz ekan. Men hozir Amerikadagi talash tortishlar, Zoom'ning talash tortishlaridan bildim. Endi o'zining iqtidorini tanimay turib, menda ma iqtidor bormi yo'qmi demay bilan itiblan chiqiblan, men boshliq bo'lsam bo'ldiga o'xshaydi degan bu nima degan vaqtida bu Xitoy hukumati bizni besib olgandan keyin aşılarının Çodiycan, Dadiycan, Şucuy bulduk Allah yamış görüp birinin üstünde maşın meyeceğiz bizim halkımızga biraz sınıp kalgan. Sınıp kalgan bulan Dünya Uyghur Kultini aşının okşaş harap kaldı. Çıkıplam onun reis olup, bunun bağır reis olup, onun ma teşkilatını kuruplam, bir tarmak olup, bunun reis olup, bunun bu reis olup, bunun bu reis olup. Ne? Sen kimin reisi, ben mağının reisi. Sen kimin reisi, ben mağının. Muşu neresi var? Kesip bulaldı. Şuna ben Dünya Uyghur Kultini özlemli köz düşümde şu tallaş meningki Şarkı Türkistan ve Uyg'uriston mustaqil davlatiminingki barliq yodigarlari peshqadam da'vogarlarga bo'lgan hurmatim bilan men shuni o'zimga soldim. Rahmat. Endi siz şu yangi vazifaga tayinlangan chaqladinglar. 2005-ning oxirlaridan tortib shu Rabia Qodir boshliq degan gapni anglablar. Balki to'g'rilarda mish-mish gaplar tarqalishga boshlagan masalan bu ticaretçi ayol, siyaset bilmeydi, lider bolanmaydı degandek aşında uşaq gaplar shu chaqda boshlangan ama siz bayı tasvirlab bergandek xalqimizning kuchli orzusi bilan bu ishni qo'lga oldingiz ham uzun o'tmayla ash chaqdimi shu qadar chechlonga odat turgan Uyg'urlarni bir yerga akaldingiz. Ya'ni haqiqiy bir markazni shakllantirdingiz shu chaqda. Ama qandaqdir biz tushunmaydigan bir xil dushmanlik borki bu oraliqda onu da tushunmadik degan azroq tushunishga tirishimiz. Yani 2006 yılı noyabrda sonuncu qatam qurultayga rais bo'lgan kunisi. Naqa shu rais bo'lgan kunisi Münchendagi qurultay ishxonasiga Ürümchidan, ya'ni Abdum rayonlik hukumatdan telefon kelib, sizga aşağıda birisiga telefon qilib, "Mana Rabia Qodirga degan telefonni sizga kirib tutqizib qo'ydi." Tutqizgandan keyin o telefonda ular biz Xitoy hukumati deb turib sizga sen qurultayga rais bo'lma. Eğer bizga qarshi tursang, balalaring, mal dunyolaring hammasi bizning qo'limizda. Yaxshi o'ylanib chiqib deb tahdid qilgan. Siz ularga qat'iylik bilan shu 20 million Uyg'ur mening balalarim, nima qilsang qil qo'limga kelganini qil deb keskin javob bergan edingiz. Shundan keyin uzun o'tmayla bir o'g'lingizni 9 yillik, yana bir o'g'lingizni 7 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Shundan boshlab mayli qurultay ichida bo'lsin, sirtida bo'lsin, sizga bo'lgan bir xil dushmanlik hech uzilib qolmasdan balki kundan kunga kuchaydi. Va sizda 2017-yildan boshlab bir o'zgarish hosil bo'lganligini ko'rdik. Buning orqasida boya siz degandek faqatla bir mansabparastlarningki mansab talashishi sabab bo'lganmi yoki boshqa masalan Xitoy hukumatiga kelgan tahdidlar bir sabab bo'lganmi buningga? Şu aralıkta bir narsa izoh berman, xapolmang. Siz xapolsingizmi deyishga majburman. Bayatın fidoyining to'r betini biraz qiltakis o'tib ketdingiz. Men u kuni meni hech qachon fidoyi to'r betida mening so'zimni to'smadi. Nihoyat chiroyli intervyu qildi, chiroyli javob berdim. Men shuningga o'zim izoh berib ma gapingizga javob beray. Men sizning hozir degan gapingizga beradigan javobim Dünya Uyghur Kulti xo'sh. Anlatınız. Dünya Uyghur Kulti endi o'zi qarshi chiqdi deganga men unga ishonmayman. Xitoy hukumati meni qo'yib berishdan burun menga mundaq bir izohat bergan. Meni turma kiyimi kaydirib to'g'izib, chechimni vaqtida kesib, mushuna quloqlarimning tuyiga akibgan. Mening burunmi chechim yomon uzun edi. Men bak uzun chash omroq bo'lg'ashqa, o'zim Uyg'urning qizrak yurimi deb davomli uzun chash bo'lg'ashqa chechimni kesib atgan.
aşağıda turmada meni ekran aldığı ekilip 58 betlik bir narsa yazıp verdi. 15 gün şunu yatlatkız demini. Aşı Xitayni suyman, Xitay hükümeti nemi dese mening ota-onamni her xil adam jirkingidek gaplarni yezib, mushuni sen o'qib yatlab bizga so'zlaysa andikin biz seni chiqiramiz. Agar sen o'zingni tonimaysan, sen bakuşqaya, sen agar aşağı chiqib bizning hokimiyatiga qarshi ish qilsan, biz u vaqtida senin muş sözlegen sözünü, muş biz sözlepken sözünü koyup etip, senin Uygurların bek nadan, senin yakanda isildirip Uygurlarını seni biz resvayı ezim kıvetimiz diye. Diyende ben aşağıda nemini oylagandıysın turumda. Bunda işgal, kolamdı koyza. Şimdi turumu kimi? Aynı o YouTube'da turuptu o nerse. Ekirgende ben degen, meni Uygur'un tılısa, Uygur'un ursa ben kandak rahat olup gitahme. Aşılar senin aldığında muş ottağandın, aşılarının tayıqı aslında ölüp kessem meyle emes mi digen. Lekin bunundumu ben şundak dep, ben eli kız 15 gün yatlap, eli kızı okup bergen, rastgendek sözlep bergen. Şunu keyin ben kayıp çıkıp, ben Uygur davasını çıkan günüm Chicago'da aldımga, Süreyya'nın yoldaşı radyodaki Celil çıktı. Chicago'da ben bugün küleyleymen, ben bugün yığılayalayman, ben bugün halkım dep to'layalayman, ben bugün bütün dünyaya Uygur'un avazını anlatalayman dep bakırdı. Şu bakırgan günümden, şu saatimden, şu minutumdan başlap, Xitay meninki va'damda turmaganligim, aşını aldanganligi hakkında bütün dünyaya nahit çoğun bayanatlarını verdi. Bu bizde aldap yaptı, bu va'disi turmadı, biz bunu resva kılımız, bunu aklımızda. Şunun bilen Endikin onun üstüge Xitay hükümeti 7. ayının 5 vakadını Rabia Kadir'ni biz özünün siyasetçilerinin kolu bilen, özünün etrafıdakileri bilen şaşkanlı ur degandek holatga ekilip, bütün Uygur'ni Rabia Kadir'nin yeniga bağmaz kılıp, bütün Uygur'ni her xil usul bilen Rabia Kadir'ni hüküm kaldırıp, hemmisi vayron qilamiz deb xalqqa vanglovchan so'zladi, Nurbekov so'zladi. Xitay aşını orun dedi. Çünkü bu çok böyle. Bizim teşkilatçılarımız nadan. Ki aciz, naitip, kökretperest var. Esed var. Ama vatanının davası birinci orunda emez. Özünün şöhretleri birinci orunda bop ketdi. Dostbazlık birinci orunda bop ketdi. Men kim? Men vatanda nemi qilgan? Men nemi qila olayman degan savolni hech qaysi o'ziga qo'ymadi. Men kim? Men bu Afganistan'da nemi qilgan? Men Uygur'ni qanchalik bilaman? Men Uygur'ning tog'i daryolarga dastiganmi? Uygur'ning yeni makonlariga borganmi? Men Uygur'ni qanchalik tushunaman? Degan narsani savolni o'ziga qo'yishni bilgidek saviya bizning bu bolalarımızda bo'lmadi. Bu bolalarımızın yaman, belki yaman niyeti yoktu. Endi biz acayip iş qilibimiz deb o'ylagandı. Muş ayol qilammiz deb o'ylagandı. Bularning hayotdan meni toniydigan iqtidori bo'lmadi. Aşı Xitay toniganchilik meni bular toniyanmadi. Agar bular Xitay toniganchilik meni tonigan bo'lsa, bizning peshqadam inqilobchilarimizning, bizning peshqadam o'zini lider doi deb hisoblaganlarninki, mushu vakilim torbitini ochtirib, meni 3 yil og'izsiz haqorat bilan qo'llatmaydi. Bu ularning ishi emas. Bu Beijing'den, torbitini Beijing'den başqarıp da anlasa. Takvetli. Beijing'den bevasıta başqarılgan vakilim torbiti Munih'ta meni 3 yıl fakat inovatimni xalq ichida tushirish uchun nayt cho'ng ziyolilar, nayt ishinerlik maqolalar bilan men o'zim qildim. Yo'ldoshim Sidiqojining qo'lida qalam to'xtaydi. Mening qo'limda qalam to'xtaydi. Og'zimda so'z to'xtaydi. Bir qitim javob bermadim. Nima uchun 3 yilgacha javob bermading desiniz? Men turmada mushularning qo'lida qog'achi meni xalqim ursa, tillasa, haqoratlasa mayli deb chiqaman. Men shularning ichidagi gaplarning ichidan yolg'on bo'lsa-mu o'zimga tajriba hosil qilib ishimni davom qilib ketaverdim. Lekin xalqim nadan bo'lg'ashqa, xalqim oqko'ngil bo'lg'ashqa, xalqim hissiyatchan bo'lg'ashqa, palonchi ziyoli
Kokonchi olim deb to'qilib, voy paloni ziyoli munda deb kezdi. Rabia Qadirni biz muğraylik. Kokoni olim munda deb kezdi. Kokoni degan bizning donliq adibimiz munda deb rapti urab. Biz mushlar xalq ashna aygishib qoldi. Umumiy xalq emas, bir qism xalq aygishib qoldi. Mushu fursatni, mushu vatanim qorbitida bir qism ziyolilar, bir qism da'vogar bizning rahbarlarimiz pishirdirib yetilib berdi. Rabia Qadir sen nima qilding? Qilamiding, etamiding dedi. Men mushtaga bugun javob berdim. Vatanim qorbitidagi qilamiding, etamiding degan ziyolilarga men savol qo'ygan. Rahbarlarga bugun javob beray. Siz nima qila oladingiz? Siz vatanni ozod qilaman deb ajoyib cho'ng ishni boshladingiz. Lekin sizning atrofinizdagi ushaq tushaq Xitoyning jasuslari sizni qaysi holga olib qo'ydi. Shu tasvirni yakunlaganmidingiz? Endi yana qilamiding degan ziyolilar. Nima qila oldingiz? Siz hatto Xitoyning jasuslaridan qo'rqib telefonning oldiga chiqamidingiz. Men chiqdim. Men dunyoning qabul qilishining sharoitiga Uyg'ur masalasini moslashtirdim. O vaqtimda Türkiye'de Uygur'un bayrağını esiş yasak kılınıptı. Eğer bu yapını yalgan degen bolsam paşamның bağ vaqtidagi davri qolgan Türkiye'de yaşayanlar desin. Uygur'un bayrağını esiş yasak kılıngan ekan. Türkiye'deki teşkilatның başlığı elçixanı bilen şimdi bir haftada bir qitim birlik ayırışdı ekan. Ben ismini atmayman. Hiç kimni haqoratlaşni qalmayman. Mushunchilik ahvol ostida ekan. Men mushunchilik ahvol ostida erkin olib ketgan bir qism yoshlarimiz Munixga chiqib, mush tashkilotni qura olib, yana bu tashkilotni mang'izamay va o'z ishidagi ziddiyat bilan bayram bo'lganligini men ayblamayman. Mushunchilik bilishi mushunchilik, kuchi mushunchilik, qirishi mushunchilik. Chunki mushuni qura olganlik uchun men mushuni qildiraman deb mushuni akab borlikqa akeldim. Akagandan keyin men nima uchun mushlarning mushundaq menga nima qilding, nima qilmading deb voy yuqorida o'tib ketdi avlaram tandim. Men Uyg'urlarni birlikka akeldim. Uyg'urlarni birlikka akelgandan keyin Amerika hukumati, G'arb davlati andin Uyg'ur davosini e'tirof qildi. Buni qo'l qilishni uqmay berib ekan. Türkiye'den adam kepek etken birisi hiç kim hatta kongresini kabul qilmabdi ekan. Yalgandan yetdi Aksaray kabul qilgan kongres. Bundaq yalgan gaplarni qilmanglar. Amerika tarixida tunji qitim Aksarayning ichida diplomatik munosabat bilan Aksarayning prezidentlarini qabul qilish ofisining ichida matrafda prezident Bush, matrafda Rabia Qadir o'tirib turib, yenimda olim sitib tarjimon qilib qabul qilgan adam Uyg'urning siyosiy yo'llaridan Dünya Uyghur Kurtuluş vaqtida raisdim, Uyg'urning liderdim. Men lider deb qabul qildim. Shu qabul qilganim men emas, Rabia Qadir emas. Uyg'ur xalqining da'voyini Oqsaroyga akirdi. Uyg'ur xalqining da'voyi Oqsaroyning ichiga kirdi. Men u chaqda bir haftami uyga o'tirolmaydim. Bu hafta Belgiyada bo'lsam, kelar hafta Norvegiyada. Ondan kelar hafta Chile. U vaqtda oldiga chiqib mang'diganlar yo'qdi. Jiq adam yo'qdi, chiqini unumaydi. Bu adamlar dolqular, shu Dünya Uyghur Kurtuluş'unki etrafida Enedi'nin projekti aran o'zgartdi. Mala Xitoydan qo'rqib vatanga berib kelanmaymiz deb yiqim mekanmaydi. Men Ömer Qanotni, olimni va boshqalarni qilib, haftada bir qitim bir davlatga bir yil ichida 35 qitim, 40 qitim qatnashgan vaqtlarim bor. Men ashunda qatnashdim. Ashunda menish orqali biz bütün dünyani Tibet bilan o'xshash Uyg'ur masalasini e'tirof qildigan yerga keldik. Yana sizlar o'ylab qo'yinglar. Biz Amerika hukumatiga rahmat aytamiz. Amerika hukumati meni Pragaga prezident Bushning mehmoni qilib chaqirib apardi. Pragaga, hozir Dünya Uyghur Kurtuluş yig'inachimiz davatgan Pragaga, shu Václav Havel degan ashani mustaqil qilgan Nobel mukofoti olgan prezidenti Dalay Lamani meni chaqirib apardi. Bu yerda intayin cho'ng bir kutib verish bo'ldi, bu bir kutib oldi. Prezident Bush o'zi bevosita yolg'iz meni chaqirib apadi. Ana ashada prezident Bush bütün dunyoning rahbarlarining oldida Uyg'urning da'vosidagi lideri, ma'naviy onasi, 11 bolaning otasi Rabia Qadir Xitoyning neftining pulidan, atomidan kuchli bir
xonimni sizlarga tanıştırman ve ben bugün Uygur'un bir vekili ve liderini muşa sahnege açık kalığım için tahririni ben dep beni kabul kıldı. Beni kabul kıldı. Muşa 35 milyon Uygur'unu kabul kıldı. 35 milyon Uygur'un birinci kıtım Praga'da Amerika'nın sahnesiyle pütünü koydu. İkinci kıtım Aksaray'dan beni ekirdi. Üçüncü kıtım yanı ekirdi. Hem de hazırgıça Uygur'un ki Aksaray'ın içinde prezident onda diplomatlarını kabul kıldığı yerde bir rəhbərlikni ekirip kabul kılgını yok. Aktivistlarını ekirip Aksaray'ın içinde bir görüştü. Lakin benim uçtak olup kaldı bir söz hazır partilanğanlığımız için. Kandak kılışını halkara, nemi kılışını, şimdi rəhbər değiştim bilenmey, ağamı çıkıp ben prezident, ma çıkıp ben prezident, ağa çıkıp ben minister, ma çıkıp ben vekil, ma çıkıp ben vekil de aldık, bari vergen bunun gibi okşumadan için Mao Uygur'un davası dünya boyunca en kuşlandı, en çekildi. En kuşlandı, en çekildi. Siyasi onlar haysın tutuşunu bilmeyi gangırap gitti. Bu de 10. ayının bayramı sahne talaşlarında iş olup kaldı. Hem de 10. ayının bayramı değil mi? Xitay bizim besvagan Xitay'ın bayramı bizim kabahatli külümüzde aşında boğanda iş olup kaldı. Hem şuna bu dünya Uygur kultiği benim sallap verişim, dünya Uygur kultiğinin akı bunda adamlardan bunda kılışı. Hem de bula biraz yetili vakan için hemmesini ben apırıp aslında son yerlerden konuşturgan dikin, hemmesi enediğinin pulunu ağan dikin, hem benim pulumunu toktatkan dikin, hem de biz Rabia Kadır'ın hukuk dağıtıp alımız dep oyladık. Bu hukuk emen. Bu nait igir vazife. Biladım benim ağam Xitay'ın casusları. Herkes benim Xitay'daki yanı bir etrafını adamla emen. Xitay casuslarını sancaktak silip bana karşı 3, 4 yıl, 5 yıl hareket etmez. 2009'dan tatip 2014 2017'ye getirdim. Qayta 2009'dan 2017'ye getirdim. 8 yıl Xitay toxtumay hareket kılıp en ahırda Xitay məqsədiga yetdi. Meni Jülvəsə Uygurlu parçalayaydığını bildi. Meni Jülvəsə Uygurlar parçalanıp ketkendikin bular hemisi özünün malanı çünkü Xitay konuydu. Her birisinin çıkıp birden teşkilat kurduğunu biliyordu. Hazır taraflarına mesela dünya hukukunu örnektir. Ballarımıza hemiz birden teşkilat kurup bottu. Hem muşu kurgan takdirdi mi bottu mu? Muşuda ehvallar verdi aldığını Xitay bilgeçke Xitay hücumunu bana kartıp bizden şügüp etti. Sonra benim vaktimde dünya Uygur kulti Uygurlarga vekil bulduğum bir teşkilattı. Hem de dünya Uygur kultiye olsun, başka teşkilat olsun. Uygur'a vekil buluş için ne mi kılış gerek? Diyende ben bunu çektirin getireyim. Bula bilenmeye kağa okşaydı ve başka teşkilatlarını bilenmeye kağa okşaydı. Dünya boyunca bütün karşı fikir, karşı emez fikir, Uygur fikir hemme adamga saylamga çakırıp ekirip saylanmışlarını yığın katlaştırdı. Katlı kilenmeyenlerini sırtın katlaştırdı. Çünkü benim işim bu başka. Ben fevkuladı, Allah birip fevkuladı kank kilip çıkıp erşidin pişkende düşüp boğanlıydı. Bunlar saylanıp bulunan diyendikin dünya Uygur kultini Uygur'da vekillik kıldığın teşkilat kılış için bütün dünyadaki hemme sahadaki göz karşı okşaş emeslerini hemmisini ekilip volkan dep ulanın aldığı çay koyup avaz dinler dese en bütün dünya Uygur kultiyi Uygurlarının vekillik teşkilatı buralar. Eğer onda kılmay, özünün dostlarını, özünün kovdukçularını, özge avaz verdiğin tükallarını, aile tababatlarını ekip 80 adam bile 120 adam bile özgü bilet taşlaştırsa, onda teşkilat Uygur'a vekil teşkilat bulamaydı. Uygur biz 35 milyon halık, çet eldeki Uygur 2 milyon halık. Biz halkımızın avazını dünya anlatış için bizde okşumagan fikirlerde hemmisinde bir birlik, şularını birleştirip avazını bir alalıgıdak bir teşkilat oturdu buluş gerek. O boşunu vekillik teşkilat buluş gerek. İkinci, ola ıhsat yığıdı. Her kandak teşkilat. Uygur'un ben vekil bulunmam diyen teşkilatta biçare halkım hemmisi şu teşkilatta ıhsat veriyordu. Ola o ıhsatlı kandak kılış gerek diye vaktıda ola o ıhsatlı dünyada yaşlar çıkıvatıdı.
Mesela ben Tahir Hamid Tekballar çıkıyor. Tahir İmin Tekballar çıkıyor. Karan aşla öken pul dep hemmeye iltica kıttı. Mavu Zumret'tek muşunda iktisattır kıyınıp doktor pulusu özünün, davalaş özünün, hemmines özü, hiç kimse seni kısanmay özü, iğrimle özünü kutuldurup gelip bütün dünyaya Uygur meselesini yaranlıtıp anlatıvatıdı. Kankıtıp anlatıvatıdı. En aşılağa dünya hukukinden kirgen kirimdir. 5-10 bin dolar malı sen nemin işletse, ma senin tam yerinde işlet, ma senin doktorlarını, ballarını işlet, malı anlatıvatsa, kopırdın birini al. Hem yaşlarının muşunda işkıvatsallar kirgen kirgen, o 12 adam özü pokunu besip, özünü teşvik kılıdığın radyo, özünü teşvik kılıdığın televizyon, özünü maktaydıgan, özü namaşkısı, özün munda kısa o Uygur'un vekillik teşkilatı emas, Uygur için faaliyet kılıdığın kişilik hukuk bir Uygur için faaliyet kılıdığın mesela muhariptek, başka teşkilatlarda teşkilatları. Vekil teşkilat bunun için iktisattı mı? Dünya bu haddisi benim şoförüm yok. Beni hakla Dünya Uygur Kurultayı'na Rabia Kadir pulga gitmişti hukuk ne? Kaysı hukukunu satma. Hukuk anas benim üstümdeki capa. Ben bu şu capa bilen halkının işini kıpırıp ta ki adak ki kılıp kalkıcı arlıktan bu şu vazifemini adak ötep getirmem de pişlevatımı. O nedenle Rabia Kadir'ini evet tıktıgini gel. İşte adamın sözler bu diye ondan eski digini de benim vazifem yerine etmez. Benim 25 milyon 35 milyon halkım ayet avazı var. Benim üzerinden iradesi var. Halkaranın bahası var. Şuna bu muşu pulga setildi diyen gaplarımız mutlak yalan. Ben bir adamdan bana dede destekte biz ayrılgan muşunda dünya hukukunu getirganda Nuri Türkel, Şöhret Uşur ve dünya hukukuyla bilen değişip hanımның her aydaki işhanısının icaretini sırayla cıkrak tükürse şoförünün bir epreni hanım davasını devam kıldırıversin dedi. Lekin unda kımmidi. Pulunu beriş, şoförünün pulunu beriş, ya kimin işhanamını pulu hiç kim vermedi. Ben aşkı kötüydü kalka vaktinde Kuzat Altay bana işhan etmedi. İşhan ettirip işhanamının icaretini Kuzat Altay tölevatırdı. Benim tercümanım yok. Tercümansız kılıp her birisinin uygulup manasını tercüme kıppa. Kongres kirme. Manimenle tercüme kıpırın Aksaray'a kirme. Kıpırın vaktinde Kuzat Altay bana yemilik kılmışsın. Kukançılıkın hürmetini kıldı. Hem bir inkılap çıkan dedi. Ahar barasını bana tercümanlık etmedi. Hemen tövbün dolarını hareket verdi. Ben şuna bile işledim. Bana dünya Uygur Kurultayı pulgu setip aldı diyen naik, iğir hakaret. Rabia Kadir muş 248 milyon dolar Xitay'daki pulga setilmeyen Rabia Kadir ballarını şu kadar azap okuda tutasa çıdığan Rabia Kadir 2000 dolardan 4000 dolarga setildi dese aşk yapın taqatqa adam bana hakaret kılgan buludu. Ben onu anmadım hem onda kılmadım. Menin o kıtımda siz sual koyattınız. Ben sual koyuştum burun cevap verip bana canım kaynap ketdi. Menin o kıtımda ben dünya Uygur Kurultayı'na makul deyişim. Matırapta biz Ali Kengaş'ını aşkılayatırız. Ali Kengaş'ta dünya Uygur Kurultayı hemimiz kararını bildirip ilan kıldı. Hem de akıbında yanıp Kurultay'ın monitörü açımız degendikten Türkiye'de açsak aşı Xitay'ın digini emelge işip kalmışsın. Boldu. Men çekinley akımga. Mala nadallık kıvatıdı men çekinley akımga. Muş balla bir kırap baktın. Eğer muşu yaşla rast kanlaştırıp geçse akıdın. Men kollay. Dep ben akımı çekin geldim rast. Lekin men akıdın kollay. Desem meni kollu kılımı koymadı. Yakın keltiyemedi. Xitay'ın digini Xitay'ın her bir digen gibi emel geçildi. Her bir digen gibi idrak kılındı. Meni davabı yakın keltiyemedi. Davabı emez Kurultay'ı yakın keltiyemedi. Ya jigini de çağırmadı. Washington'damış aldım da jigin açtı. Washington'da aldım da. Kongresinin içinde ama o projektke ama dosyaga mukaffatlarga vaqtida aldım da dünya Uygur Kurultayı'nın jigini içildi. Bütün Amerika'nın Aksaray State Department Kongres azaları hemiz geldi. Nemi dep geldi? Lagerda yürüyatkan Uygurlar için geldi. Dünya Uygur Kurultayı'nın 6 adımını ya ki Uygur Amerika uyuşmasın yani birisinde tagini yok. Bula Uygur Rabia Kadir'nin halkı dep geldi. Geldi bula beni çakırımı da hatta 3 yerde post koyup meni kirgizmeydi.
men chaqirmadim, bormayman, bular qabul qilmagan ekan. Endi mushuni meni chaqirmaganqa kelgan Amerikaning rahbarlari hammasi intayin afsuslandı. Hatta chiqib Rabia Qodir qani deganlar bo'ldi. Mushu o'zimizning Uyg'ur tashkilotlari uchun aytganda, Xitoy hukumati bizning xalqimizni qirayotgan Xitoy hukumati dushmanlarimizning oldida biz o'zimizning ishini farsizlik qildik. Meni har qanday yomon ko'rsam, chandurmay opirib oldida tizib qo'yatdi. Men bu chandurmay opirib o'tirdim. Xalqimning manfaati uchun. Men ularni maqtab qo'yib tushakdim, ularni mama. Bu biz siyosat qildik işte. Bu bolalar siyoset bilmaganligi uchun bu siyasi yo'llar qilmaydigan, chakini bir ko'cha odamlar qiladigan ishlarni qilib qo'ydi. Men shulag'imi bo'pti dedim. Nimishqa 20 odamni chaqirib bir yig'in ochmadim. 50 odamni chaqirib bir yig'in ochmadim. Bölünüp katılsın dedim. Özüm yalnız üyedim bir adam. Yele Nizamıdın'ın oğlu Cüret'in maşinesine ekirip o üye bir yer apırdı onun kelime. Yani birisi var be. Aşında jürüp davanı üzemdim. Kolumdan gelmek kıldım. Bir gün toksumay kıldım rast. Lakin ben adam toplumudum. Demişka eğer muşu kurultay adam toplayalsa ya başkalar adam toplayalsa muşlarını bölmey Uygur'un bir ikiden bir işini kuturaydı. Hazırlıca Uygurlar bek taşınıp gitti. Bek astın üstün bop gitti. Halkara mı, Amerika mı? Yani bu Batı teşkilatlarının işletmesi ilacı yok. Kimin gittiğini anlaştığını bilmeydiği halet etip koyduk. Eğer Uygurlar lagırda kırılgan bu mesele bulmagan olsa, eğer Uygurlar muşunda öldürülgen mesele bulmagan olsa, Uygurların, Xitay'ın Uygur'u sağan zulmü bulmagan olsa, Amerika bizden davanı çörüvüt etti bu da. Bu da çörüvü etmesi sebep, aç halkının aşağıdaki kini, aşağıdaki közüşü, ahu zari, endin lagırdan çıkan, muşu Zümret'dek, Mihirgul'dek, Ömer Bey'dek, Bahar Gul'dek, Matursna'dek, muşunda kızlarının davayımızın dünyaya anlatışı bilen mesele oturda kıntasıp kaldı. Hem de muşu Gülçeklerle mi, radyonun içinde işte vatkallar mı? Muşu radyoda durup Amerika hükümetiyle bir muşunda işlerini hem koşumçu siyasetlerini bilmek etmeyip muşunda anlatıp kalanlık için. Hem de muşu pırkat diyen balının anısı muşunda işler bilen bu Uygur davası yana kıntasıp kaldı. Ben ümit kılımam. Her konuda teşkilat, meyli alim meclis olsun Seytim Türk rehberlik kılıvatkan, meyli kurultay, meyli muarif, meyli olmalı, meyli başka teşkilatlar olsun. Hemimizin ağzıda birleşeyli, ittifaklık diyen gap var. Lakin imkanla birleşmeyi parçalaydıgan ideya var. Bununla kandak muhakeme, kandak hatim biriksin. Ben özümün ornumda desturuna. Ben yanıla üzemnin halkını biriktirelim. Yanıla ittifaklaştıralım. Yanıla birleşken bütün dünya birikken bir guruhunu oturup açıp bütün teşkilatların vekil karakterlik adamlarını ekilip ben Uygur halkıga yanı bir lider sayılınıp kurup yanı bir liderini umumi halk sayılımı bilen Uygur halkıga açıp verirler. Oldu, rahmet Rabia ana. Ben asli sizden nurgun suallarını sormak istedim. Siz kendi sormakçı olan suallarımın bir konu cevap verip oldunuz. Hem de usulümüzü sel özgersek. Çünkü halkımızdan bilgilerini deydiğin nurgun suallar var. Şunun kısa cevap ağım var. Çünkü bugün çıkınlarını ekran açılmak asan kutuqtırmadı. Bunda fırsat daim gelmeydi. Bolsa, sual cevap usulünü sel özgersek. Ben sual sorsam siz kısa cevap versiniz. Hem Mevlankam özünün oylanan kısaca deydiğinler boz koşulmuş çıksa. Bunun da ben bir nesini soru olayım. Siz hazır kılgen getirinizde meni Xitayning jasusları sıkıp çıkardı. Müşü künge ekegen Xitayning jasusları denediniz. Yani ondan başka mı Amerika'da kurultayının sizi kılgan muamellerini yani işig aldığınızda ki faaliyet kılıp durup sizni kirgizim geldikten dediniz. Ondaqda ben bir sual sorayım, kısa cevap verin. Bu Xitayning jasusları kurultayının içidimi o sırtıdımı? İçidim var. Yani içidimi var, içidimi var. Tamam. Ondan olsa keyingi sualım. Sizni Amerika'nın Sosyallik Prezidenti Bush 2007 yılı Irak'ı teklif kılıp qancha yüzlügen dağınıq siyasetçi ve meşhur şəxslərə sizni Bush efendi özü tanıştırgan ve bu Uygur tarixida çoğ bir ayacanlıq vaka bolgan. Biroq şu münasebet bilen 17 iyun qurultaydaki sizning eng muhim adamlaringizdan 5 kishi bir xil istifa berdi. Bu vakani qurultayning ishchi va sirtidagi
sizni qo'llovchilarning bisimi bilan hal qilgan bo'ldingiz. Ularning to'plashib istifa berishilik sabab sizni qurultaydan chekindirish uchun qo'llangan taktika edi. Shu qatimda to'plashib istifa berishdan keyin 10 yil qurultay ichida sizga va sizni qo'llaydiganlarga qarshi jidal besiqmadi. Bu ishlarning hammasi sizning yaramsizligingizdan yaxshi lider bo'lolmaganligingizdanmi va yoki qurultay ichida xatarlik odamlarning borligidanmi? Qisqacha javob bersangiz. Qurultayning ichida xatarlik odamlarning borligi bir, qurultayni yana ashla o'zi parchalamoqchi bo'lib Xitoyninki qurultayni parchalash uchun sağgan oqida turibman. Masalan, shu vatanim torbiti açtı deb men dedim-ku. Aş vatanim torbiti açkan balının xotinini vatanim torbiti açıqandan keyin Xitoy pasport ishlab moniqi avat berdi. Akab berdi. Masalan, shu birli gapni deb qo'ygan. Meni tillab vatanim torbitini açtı. Xotinning pasport ishini balları bilan buni tashib keldi. Xitoy qurultayning ichiga ma'lum odamlarni tiqibdi qarang. Endi biz qurultayning ichiga emas, hamma yerda Xitoylarning, Amerikaning, CIA'ning ichiga, Kongressning ichiga hamma yerga tiqibdi yerda biz onundan müstesna bulamayız. Endi bu istifa berişi muş qurultayning ichida Rabia Qodirni men qurultay cho'g'ilib ketmasin, parchalanib ketmasin deb birdan bir ehtiyot qilib Uyghur vakillik bir tashkilotni saqlab qolaman deb mushta titrab turganligimni bilganligi uchun mening mush ojiz nuqtamdan foydalanib istifa berdi, parchalaymiz desak, andikinza Rabia Qodir qo'rqib qurultayni tashlab chiqdi. Biz andikin bu qurultayni hatto bular ma'munda dedi, akrab 11-12 adam. Qurultayni biz qurdik dedi. Qurultay bizning qurultayimiz. Biz qurg'uchilar sening nima haqqing bor qurultayda dedi. Mana o'zimga degan gap bularning. Buni 11-12 adam dedi. Qurultaydan chekindigan vaqtida. Demak, biz qurdik dedi. Ya'ni birisi Amerikaga qurultayni yo'tkaymiz degan vaqtimizda dunyo qurultayni. Qurultayni biz qurdik Moniqda, nimishqa Amerikaga yo'tkaymiz deb jidal chiqarib Amerikaga yo'tkazib qo'ymadi. Mushuninga, ashuningga endi bular o'zi qurg'uchilar şu vaqtda endi qarasa qurultay butun dunyoga to'nib ketgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotimi, Amerikami, Kongressmi, Yevropami, Briya hamma qurultay deb to'nibdi. Qo'nqandan keyin bular andikinzam endi buni bu ayol bunda mangulik deb o'zimiz deb qo'ydik. O'zlari dedi mangulik deb. Mangulik deb dedi. Biz degandan keyin endi buni qanday qilamiz deb ikki tadbir qo'llandi. Biri NED orqali Loyisa xonimga deb sen ikki tashkilotga rahbar bo'lsang bo'lmaydi, ikki tashkilotga rahbar bo'lsang pulini to'qitamiz degan menga taklifni soldi. Yaponiyada saylan bo'lgan vaqtida. Ikkinchisi bular bu shunday men istifa berman, chiqdiman. Men istifa berman agar chanda qurultay bizim degan yanimiz men istifa berman degandan keyin meni shu parchalanib ketmaslik uchun bu chuqur badal to'laydi, bu badal to'lashga rozi bo'lgan ayol deb shuning uchun o'ynadi bu o'yinni. Shunga men buni ashunaq qarayman. Tamam. Endi men bir gap qistirib aytay. Mushu oldin qurultayda endi Rabimdanni buni og'dirishma hamiyatdan bu bir siyosiy o'zgarish. Bu de aşı sabit damullamlarını qilgan endi chet eldagi siyosiy o'zgarish Uyg'urlar mushtabildi bu yer qurolliq kuch bo'lmagan. Bular Rabimdanni og'dirib tashlagandan keyin bularning texa bir strategiyachisi bor o'zicha. O strategiyasining birinchi qilgan ishi mush Uyg'urlarni parchalash bo'ldi. Shuning yoqi bular bir o'zi bir ish qilib baxtimi deb baqana. Bir qatam men so'rab baqa bir qatam ilaqqa qayerda esin chiqatdi. Ilaqqa shanba kuni odam yo'q kuni bir 2000 kishi namoyishni qildi. Qildi. Keyin yana ilaqqa BDT yig'in ochganda bir oldi bir namoyish qildi. Undan keyin bir ikki qatam chidir tikib bir yerda yetib keldi. Onundan başqa dünya Uyghur qurtuna hozir chiqib baqa ish yo'q. Bular bütün qilgan ishni o'zining deb qilib oldi. Masalan, bir yerga yig'inga bordi. O yig'inni bular ochgan yig'in emas. Bular taklif qilib vakil bo'lib borgan yig'in. Buni ularning to'kisi kirmaydi. Har qanday tashkilot bo'lsa, men idoramda kashfchi bir yerga pat bir texnik yig'inlarga borma, shuning o'xshashi narsa. Bular ashi yig'inni o'zining qilgan to'kisi qilib oldi. To'kpa haqninkini talishdi bular. Masalan, Amerikada Uyg'ur qonuni o'tgandan keyin mush bir necha Uyg'ur bizdaydi, bir necha WhatsApp guruhlari qarsa mush bir-birini tabriklab, xuddi mushlar qilgandek ashta so'zlab ketadi. Amaliyotda buni bular qilgan emas, buni Ilfidar, Quzat Oltaylar bular butun necha oy xalq uchun Amerika Rabimdan bular xalqni safarbarlik qilib
ikki oyda shu nima kongress Capitol Hill deymizda, davlat majlis binosini ichida kunligidek qilib, butun Amerikadagi Uyg'urlarni safarbarlik qilib, hamma odam telefon qilib, masalan, men o'zimni aytsam, bizning oyilda shu davrda mushlarning ovozi qo'shib, kongressda senatorga 300 telefon qildik. Xat yozdik. Butun Uyg'urlar mushlar safarbarlik qilib, buni akagan narsa. Akagan zamatlar guldirlab, bular o'zlari qilganda mush to'g'rilar so'zlab tushib ketibdi. Shu vaqtida men shu vaqtida bu tökbe kimga tava deb bu bir parcha maqol yozib buni nim qilib qo'ydim. Uningdagi budoq namoyishimi bular namoyishning 95%ni Uyg'ur Amerika birlashmasi qildi. Bularning tökpisi yo'q. Bularning qilgan bir tökpisi shu eng oxiri bu nimani bu yig'inda to'piga so'zlaydiganlarni o'g'irlab ilib olgan. Uningning boshqa tökpisi yo'q. Bularning qo'shgan tökpisi shu. Endi shuni yanamış qarsam to'rlar mushlar qilib turgan so'zlab turganda men erki Osiyo radio stansiyasini misha so'zlab qo'yasizlar, u bishtinglar saqlab qilinglar. Unda yolg'on xabarni bermanglar. Shu. Bu yolg'on xabar. Bu erki radio stansiyasi diqqat qilmasa, bular bunda tashviqot orqali Uyg'urlarning ichida bir bo'lginchilikni raqobat qilgan bir imga aylanib qoladi. Bu erki radio stansiyasi bo'lganki o'zining obrazligini saqlab kelish kerak. O'ttirib xabar berish kerak. To'g'ri. Ama şu Rabbinden ketken yakın mesela Marx'ın bir gibi var. Her bir tarihinin özünün bir uluk adamı buludu. Eğer onda uluk adam bulmuşsa şu devre bir uluk adamını yaratıp çıkıdı dedi. Rabbimden şu özü şu uluk adam boğan hem devri yaratkan. Muşunda bir lider kelgende muşunun suikastı işiltip Muşu dünyadaki Uyg'urlarni 20 yılgacha birlik kelmaydigan bir bölgünçilikni yaratdi. Çünkü bu Uyg'urlarning ichidagi bölgünçilik hozirgi dunyo Uyg'ur quritining manfaatiga uyg'un keldi. Bular raisning nurg'ullarning nayt yaxshi, bular yuqori maosh oldi, nega bas tayyor aeroplan bilan tayyor yotoq, tayyor tamoq. Bu maqsadda aytganda bular davoni oxiriga chiqardi. Bu bir jonbek yo'lga aylantirib o'tdi. Bu mesela Rabbimden hazır dünya Uygurların birlik ekilmiş devatı, doğru mu? Birinci bular ağzında bunun tosqunluq qildigan yana dünya Uygur kuruldu. Çünkü bularning iqtisodiga, bularning ilovatga maoshiga ta'sir qilamdiki degan bir andish bor bo'ladi. Shundaqa. Shuning uchun mushu Rabbimden bu da dünya Uygur birligini ekilib bir nim qilman devatidi. Muşnunga yana men mishada mush yanchug'imda $1 pul turdi, mush doğu tikime. Muşnunga qarashtirdiganlar yana dünya Uygur kuruldu. Ben bu işini qilib Baya Rabbi ana siz o nimani vatanim to'rbetini tilg'ab o'tdingiz. Bu vatanim to'rbeti ama vatandan chiqqali 20 necha yil bo'libdi. Vatanim to'rbeti ayni vaqtda shu sizga qilgan haqoratlarni boshdan oxiri biz o'qigan. Portlab ketgan to'q. Endi bu siz bir ana 70 hazır 70 necha yosh, ash chaqlarning 60 necha yosh vaqtlaringiz Uyg'urlarda aqalli bir axloq bor. Ya'ni bir onamizni har qancha o'chmanligimiz kelsa-mu, sat gap bilan haqorat qilmaymiz. Bu Uyg'urning an'anasi, axloqi. Ammo shu chaqda bu nijislar, bu ifloslar sizni nomus qilmay bir onani jiya deb tillagan. Şu kadar sert gaplar bilan tillab yozgan. Bu chaqda Uyg'urlar orasida qattiq qo'zg'ol qo'zg'algan, qattiq g'azab qo'zg'algan, kim mushlar zodi tortib chiqib bularni o'tirish kerak degan gaplar bor. Keyin men bir qatam Seyit Tumturk apandidan anglab qoldim. Seyit apandim shu Myunxda Myunxga berib o'zi. Aşağıda shu yozmalarni yozgan odamni aniqlayman deb shu Ekrem Hazdeydiki Ekrem nimiki payimiz bilmayman bir qamavoz qo'yva. Shuni so'roq qildiki, Quroltayniki bir qancha boshlig'imi bor u yerda. So'roq qilganda bu Ekrem degani e'tirof qildi. Ya'ni men u to'rbetida shu Mamtimin Hazrat va Erkin Olibtekinlarning buyrug'i bilan yozgan. Degandekin u yerda qattiq jazolaydi bular uni. Ham titrab qo'llarida joy yo'q, yoki yiqilib tushib kechirim so'raydi ekanda. İlla billah qilmayman bundaq ishni deb. Endi bu o'zining gapida, bu Akram deganning gapida oqida shu odamlar bormish. Ham sizmi dedingiz baya meni shular haqoratlar bilan va suiqasd bilan yiqitganlar Xitoyning jasuslari deb. Sizga
Ben de o Ekrem degende bir neçe adamın ismini tilgaptı. Siz deysiz bu Xitaydan başkurulgan tor betike dediniz. Bu vaqt aniq ma'lumot bormi? Yani vatanın tor beti shu Xitaydan Məmtimin Həzrətlərdən Erkin Alıbtekin'in bu tor betini başqurğanlığına mən işenmeyim. ya Ben de başkurdu Avrupa- emas, aşlarning buyruğu bilan qildim depdi. Buyruğu bilan qildim deganigimi mən işenmeyim. Ha. Onun buyruq qildiğı adam Monixda. Minutda. Aşı qurultayning ishida. O özünün dostuning buyruğu bilan, özlerinin işi bilan qildi onu. Hem andiki birisi Amerikada. Hem Ha. o bola u yerga qo'qab ketib, ular bilan aloqa qilib, ular bilan yaqin o'tib, ularni aşı meni tillaydigan tor betida 7-8 bort a'zolari bo'ladi ekan, ularniki. Adminlar. Şu adminlarning ichida ashlarning ismi bor ekan. Mamtin Hazratning ismi bor ekan, Avval Erkin Alpekinning ismi bor ekan. Demak 7-8 adminning birsilari ashlar ekan. Endi oyat qo'q ketib, bular buni aniqlaymiz deb yomon sat gaplar chiqib ketgandan keyin 3 yil uda yozilgandan keyin Seyit zodi nima ko'rsam ko'raman deb o'tirg'i chiqib buni so'roq qilib iqro qildirganda shuna debdi. Meningcha ularni bir inqilob chiqara. Ularni odam yetaklab boqqan. Ularni odam tarbiyalab boqqan. U qadar qora yurak, u qadar namussiz bo'lganiga men ishonmayman. Lekin mushlarning ozdirishi, nemish raqobati bilan ular nurg'un gaplarni yozdi. Yozgan bilan hamma narsa tarix belgilaydi. Meningcha mushu temidan o'tib ketsak. Tamam. Ya men Michel bir gap qistirib qo'yay. Bulamda Rabbiymdan o'tib ketay deydi, men qistirib qo'yay. Maslanga qara ufka. Bu nurg'un odamlar bular inqilobchi, bularning niyati yaxshi deb bundaq baho bundaq tarixga bundaq baho bersak bo'lmaydi. Tarix bizning niyatimiz bilan baho bermaydi. Bizning qilgan ishimizning natijasiga qarab bizga baho berdi. To'g'ri. Senchi aşı G'ujin yazma, yaxshi niyat tutdi. Aşaga basam, hukumatga muavin rais bo'lib, sobit domlalarni tutib bersam, uningki xalqlar yaxshi turmush kechasi harbiy maktab qursam, ashning niyatida yaxshi niyat bordi. Ahmedjon Qosimning 11 bitimni tutsa, ash 11 bitim kelsa xalqqa bir erkinchilik bo'lsa, Xitoyninki nemisda boshqurishda bir erkin turmush kechirsak degan niyati bordi. Yaxshi niyati, uning ishi nima? Lekin tarix u bir odamning niyatiga qarab bizga javob bermaydi. Tarix bizning qilgan ishimizning natijasiga qarab javob berdi. To'g'ri. Shuning uchun biz palonchi uning yaxshi niyati, uningga demayli, buningga demaydi. Bu Dünya Uyghur Qurultayı'nın daim so'raydigan bir savol bor. Kim mustaqillikni talab qilmaydi ekan deb. Bular mushundaq savol orqali xalqning qallasini qaymoq turib, masaladan natijani nerga olib bordi? Men deyman, sen mustaqillikni talab qilmaysan deyman. Çünkü senin bayantın öz taqdirini öz belgeleş ipmangan. Sen Uygurlarning ichida eng cho'ng bölgünçilikni ipmangan. Senin qilgan ishing Uygurlar için bölgünçilik ilip badi. Uygurlarning ideyasini qalaymuqan qildi. Kishilik huquq degan mustaqil deganni ayatlaring so'zladi. Öz taqdiri öz bas mustaqil deganni so'zladi. Uygurlarning ichida 4-5 odam yo'q deganni sen so'zlading. Sening qilgan ishingning natijasi Uygurlarningki mustaqil yo'lini to'g'ridi. Uygurlarning ichida bölgünçilik ilip badi. Biz bu natija qarab sana belgi beramiz. Sening niyating bilan bizning hech qanday munosabatimiz yo'q. O niyatingni uqmaymiz. Onu bilinmeymiş, onu bir Allah Teala bildirdi. Şunun için biz nurg'un vaqtida bir odamlarga baho berganda uning niyati yaxshi deb baho bersak biz xatolashib ketamiz. Gapim tugdi. Rahmat Mevlamga o'g'ildagi qilding, haqiqatan shundoq. Endi bu ishda Rabia Adamning o'zining o'ylaganlarini angladik, ammo Mevlamkam nihoyatda to'g'ri baho berdi. Keyingi temaga o'tsak, 2013-yil Yaponiyada ochilgan qurultay jarayonida Louisa degan bir ayol, Amerikadagi ayol. Bu xotin endi shu Uyg'ur davosida boshdan oxir bor. Nima rol o'ynaydi? Biz Rabia onamizdan so'raymiz buni. U ayol qo'llarimizga tayyorlab kelgan xotir buyumlarini tutqizib, sizni orqa safga chekinishga undagan. Ham besim qilgan. Ya'ni siz yashnab qoldingiz, yoshlar o'tkazib berang, tarafdorlik deganda gaplar bilan besim qilgan. Ama bu yerdagilar, yani sizning atrofingizdagilarning kuchli noroziligi va sizning qo'llashi bilan ular maqsadiga yetolmagan. Shu chaqdan tartiblar sizni chekindirishga uch qashqarlar maydonga sakrab chiqqan bo'ladi. Undaqda bu Louisa degan xotin kim? Bu nimishqa Uyg'urning davosida boshdan oxir bor? U hozirmi bor Uyg'ur davosida? Uning hozir o'ynayotgan roli nima? Hozir Uyg'ur kishilik huquq projektining kimmiş Uyg'urlar masalasini Amerika hukumatiga Aqsaray anlatadigan eng cho'ng rol o'ynaydi.
Hozir bizning kishilik huquq projektimiz shu Luisani ekandi. Luisa ND'den istifa berib chiqib ketdi. Mening iqtisodimni to'xtatgan ayolmi shu. Endi shu vaqtda birinchi qitimda iqtisodimni to'xtatishda bu ayol meni istifa berib chiqishimni, Dünya Uyghur Kurultayı'nın çekisinin iki teşkilat başlık buluşumunu kubul kılmaydıqanlığını dedi. Eni dedi. Lekin hazırki rehberler hemisi ikiden üçüncü teşkilatı başlık. Hazır bulanın pulunu toxtat. Menin şu vaqtda pulunu toxtatımız iki teşkilatı başlık olsan dedi. En ahırda o qitimni toxtatanmay, en ahırda toxtatqa vaqtda şu senelik qatı qol müstakillik hareketini qo'llab shuna gap qilsa biz kishilik huquqqa pul beramiz. Uning iki teşkilat başlık olsa degan bana sebep bilan yanım şu Washington'ın işideki menin neçe vaqtidan gajgamga minib boshqaramiz deganlar meni boshqaramay meniki demokratiya kishilik huquq fondi jamiyatidan men ular chekinib ketgandan keyin 7 ayning vaqasining ularning bir inkos qilishi va nurg'un masalalar bilan bu ayol Uyg'ur bo'lmagandan keyin shu 5-6 odamning hammasi meni Rabia Qadir mundaq Rabia Qadir andaq javob qilgandan keyin ananki mushning ishongan bo'lishi mumkin. Hozir kishilik huquq projektlari shunda ishlaydi. Hozirmi Uyg'ur masalasiga qattiq qarashli ayol. Lekin mening xalqim, mening maydonim unda oson tashlab berilmaydi boshqalarga. Bolam, shuning men qirib ketgan bilan, qattiq zarba yegan bilan, iqtisodiy zarba yegan bilan, iqtisossiz qolgan bilan, odamsiz qolgan bilan mening irodam, mening axloqim, meningki menga turmuda shu men 6 yil yapqanda oldimdan otqini ipmangan yoshlarning, qizlarning, o'g'illarning Rabina qoldi degan ovozlari meni hargiz bu maydonni boshqalarga tashlab berishib qo'ymaydi. Mening oqimda birinchi Alloh, ondan qolsa ashlarning ro'yi meni qo'llab turibdi. Men bu ishlarning hammini tangshayman. İnşallah. Endi bu ayolniki hozirgi pozitsiyasi nima Uyg'ur masalasi tutqayildi va ba'zilar deydiki bu shu Xitoyni demokratiyalashtirish yo'liga bog'lamoqchi Uyg'urlarni. Shu demokratiya kishilik huquqni tutadi ayol. Ya'ni bu mustaqillikqa qarshi bir ayol, shundaqmi? Qarshimi emas, aralashmaydi. Aralashmaydi. Qarshi turadigan mahadda emas. Bunun qarshi chiqsa mush Uyg'urlar o'z ashina qarshi turadi. Bunda deb chiq, bunda deb bo'lmaydi, bunda deb bo'lmaydi. Hammasini qilishini o'zimiz. Tamam. To'da men bir gap qistirib qo'yay. Masalan degina biz bu Amerikaliklarni sen mustaqillikni, bizning mustaqilligimizni qo'lla, bizning mustaqilligimiz so'zlar, aşı deb bular majbur ishlatmaymiz. Bular o'zining sistem bo'yicha ishlatadi. Bu mustaqil ideyani bularga yetkazadigan biz. Faqat biz kim qo'yganda bildirgan bularning kallasini o'zgartiradigan biz. Biz mustaqil deganda bular hamdan shuningga mang'idi. Biz hozir masalan Dünya Uyghur Kurultayı'nın hozirgacha o'z taqdirini o'zi mustaqillik, ular Dünya Uyghur Kurultayı'nın men chiqdim, yozmamlarni so'zlab o'tgandim. Ularning harakati mustaqillik harakati emas. Ularning harakati zulmga qarshi harakati. Xitoy demokratiyalarga o'xshash harakati. Masalan, ular Nurg'iyada Jungo Kompartiyasi qarshi turimiz deydi. Ular mush gapga aniqlik berolmaydi. Jungo Kompartiya qarshi degan nima degan gap? Shu zulmga qarshi degan gap. Ma tajovuzchi emas bularning ip ketib qolgan harakati. Bularning ip ketib qolgan harakati zulm qarshi harakat. Uyg'urlar boyada mustaqil deb so'zlab qo'ydi. Pardining kayniga o'tganda, yo'q, biz mush Xitoyning o'z taqdirini o'zi belgilash yo'li, mush Xitoyning hokimronligidagi bir erkinchilikni talab qilmish deb so'zlaydi. Shuning uchun bu ishni naydan farqlantirsak bo'ldi. Biz bular bizning masalan Dünya Uyghur Kurultayı hozir bular Rabimdan yetaklab bular dunyoga toniydigan pul, boylik shirkat qilib qo'ydi. Bular albatta hozir tonib ketgandan keyin nurg'un yerlar bularni taklif qildi. Bularning og'zidan anglaydi. Bular mustaqil degan ideyani mushunda to'xtamay degan vaqtida, to'xtamay biz Uyg'urlar ashlab qo'ygan vaqtida andin Amerika bularni mustaqil ularga biz buni o'rgatamiz, andin ular mustaqil degan turdi. Biz masalani o'zimizdan izlaylik. Tüyde ufka gibi. Rahmet. Endi Rabia'nın şu sizni istifa qilishga qistash masalasi uzun yillar davom qildi. Biz mu başdan axir ko'rib turdik bu ishlarni. Masalan, bir qurultayda Amerikada ochmoqchi bo'lsanglar, uni qo'pab Berlinda ochadigan bo'lib, Rabia Qadir o'zini nomzod ko'rsatmasin deganlarni qilib, oxiri yana shu nimada Parijda ochilganda nurg'un tahdidlarni qilib, siz bu qitim saylansangiz bo'lmaydi deganda oxirida xalqimiz sizni saylab chiqdi.
Çünkü halkның avazıga, halkның umum güçüge karşı turamaydı bu avlaklar. Hem de bu yerde muşu sizge karşı muşu suikastlarda muhim rol oynayotgan bir erbab var. Sellisi yoğun süpürüz kuruq. Özünü baş mutaxassis, stratejiya mutaxassisi davalagan Türkiye'de Erkin Ekrem deyilgan birisi var. Muşu planlap Kıbrıs'ta bir jığın açqandı. Bu Kıbrıs'taki jığın sizniki muşu kurultayın aralışınızda ve sizge bolgan suikastlarda nayet muhim rol oynagan bir suikastlik jığın bu. Onunla ma hayatıda nemege Kurultayның жығындары қатнашмайдыған ма İstanbul'da bir divide bilgan birden ba onu қатнашыптыке. Hem de bula şu Kıbrıs'ta jığın açqanda sizni çaqamaptı jığınga. Seyit Umtürk'nü çaqamaptı. Hem u yerda atalmış nima bir strategiya jığını degandek bir namlı jığın içip amaliyatda o jığın sizni öyrüş, qandaq qilib öyrüş doğrusida suiqasd planlagan bir jığın ki. O qanday o'tirg'i chiqdi deganda Hazır şu kurultayniki Kanada'da turuşluq bir vekili var. Aşu öz ağzı bilen degan gap. Qatnashibdi o jığınga. Men o jığını berip bu jığınniki Rabia qadarını ürüş jığını bolganligini ko'rib hayron qoldi deb so'zlabdi bu. Demek ki aşağıda bir suiqasd planlangan hem şu jığından keyinlar düşmanlashish nihoyat o'tkirlashdi, keskinlashdi. Hem de muşu jığınning oldi keyin haqida sizning bildiganlaringizni qisqacha deb beramsiz? Men jığını bir hakikaten men şu vaqt shunda deb ranjigan. Ma rasmiy meni yiqitish uchun echilgan jığın Berlinda echilgan jığın hamdi. Berlinda açtı bular. O birinchi qitimda uning hamdi strategiya jığını deb açtı. Men şu muşum planladı deb o'yladim, lekin pakitim yo'q-da meniki. Balkim boshqa maqsad bilan ochganda shunda odamlar yig'ilgan bo'lishi mumkin. Bu jig'in to'g'riliq nima deyman, shuningdan tortib jadal majra tugumidi. Oxir dunyo huquqiy parchalanib o'tadi. Mening bilginim shunchalik. Tamam. Men qistirib qo'ysam bo'lamdi. Bo'ldi. Men shu juvon asli o jig'in Gollandiyada ichilmoqchi bo'lgan, burun birinchi qo'ri. Keyin bular uni bekor qilib Germaniyada ochdi-ku. Şu vaqtida men bölgünchilik qandaq tavlangan degan bir parcha maqol yozgan. Yilib bu jig'inning oldigan jarayonni nihoyat aniqlagan u maqolam hozir mening Facebook'im kirsanglar hozirmi bor. Bu jig'in jarayonida intayin bir yiliq nimdaysa yiliq bir paslik nomussiz ishni qo'llandi. Rabbimdan bugun qaror chiqarsa, ati ular qaror chiqarib uni inkor qildi. Bugun manda desa, Rabbimdamga har bir jihatda qarshi chiqarib, Rabbimdamni quruq joziga aylantirib, Rabbimdan bir siltish yo'lini tutdi bular. Hani üzr siltib ketdi-ku. Rabbimdam Alloh taoloning avatgan, Uyg'urlar avatgan farishtasi. Buni hech kim birini qilolmaydi. Shunda qilib Rabbimdamni aşinchilik ayıplı nim qildi bular. Endi jig'in ochdi bu. Bu huquqni shunda oldi. U vaqtida bir Rabbimdamni yan bir qo'ldirtish bo'ldi. Rabbimdan bir oliy lider deb bir yog'on qalpoqni birini kaydirib, butun olimni qildirib, bir muncha mushning ichida bular Xitoydan o'rgangan butun suiqasdini mushu Rabbimdamga shu vaqt ishlatdi, Uyg'urlar ishlatdi. Shuningdek, bular hozir nihoyat xo'sh Uyg'urlarning parchalanib ketishi bularningki maqsadi. Uyg'urlar qanchalik parchalanib ushaqtashga orlik etsa, bu dunyo Uyg'ur qurultiyi o'zini cho'ng bir tashkilot bo'lib ko'rindi. Shunga bu nurg'un tashkilotlarning ichiga kirish uchun 4 odam uchun bir tashkilot o'ziga kirib oldi. Shu pastkashishda bo'lganda bak shu jarayonningki yig'inning oldigan jarayonni men nihoyat tafsili yozib bölgünchilik qandaq tavlangan degan maqolni yozgan. O vaqtda shu maqolim hozir shu jarayonni bilaman desanglar, shu jarayonni bilib ya o'qiyman desanglar, mening Facebook'im kirsanglar 20 betdek maqol men e'lon qilib qo'ygan. Tamam. Bo'ldi men gapim. Endi bu gapni qilaman-da. Bu Xitoy cho'ng taraddud qilgan. Xitoy hukumati Amerikaga sen bizning birinchi darajalik dushmanimizni sen ko'tarding, uni to'xtatmading, uning pul berding deb har qatim tashqi ishlar ministri bilan suhbat qilganda mening mas'alamni o'tirg'a qo'ygan. Xitoy butun dunyoga birinchi nomerlik dushmanim deb
Dalai Lama işkimizni e'lon qilgan. Uning eng dahshatli bölgünçi terrorist Rabia Qadir mushundaq deb e'lon qilgan. Endi Xitoy mushu meni parçalash uchun necha 100 million pul xarjlashi mumkin-di. Lekin mushuni eng bir guruh odam eng osonlashtirib berdi-da. Xitoy nimani orzu qilgan bo'lsa, qandaq sisteman degan bo'lsa, osh liniya bilan. Men mushu bir Amerikada bir narsani misol qilib beraman sizlarga. Men bugun xalq bilan mungdashgan bo'lay. Men nechinchi yil shu? Dünya tunji qitim Dolqin Aysani Amerikaga mehmon qilib, Amerikaning ishkini ichib berdi. Nuri Turkiya Loysa ishkisi yo'llanib, Dolqin Aysani Interpol qilib qoldi. Amerikaga keldi. Kelgandikin bular erkin altıkim keldi. Ben o'ylayman, sizlar Uyg'urning lideri dedingizlar, shundaymi? Men ham o'zimni Uyg'urning lideri dedim. Mening umumiy xalqim meni Uyg'ur xalqining lideri deb qaraydi. Ma'naviy onamiz deb qaraydi. Qahramonimiz deb qaraydi. Men Rabia Qadir degan bu xotinni osh sifat bilan o'zimni hurmat qilaman. Endi mushunda qilayotgan bir ayol, men shu vaqtda jangalda uyim bordi, azam bir uyga o'tag'an. Shu uyga men o'tiraqliq, bular butun Xitoyning jasuslari maxsus ziyafat o'rlashtirdi. Ziyafat o'rlashtirganda Amerikada vazifa berildi. Har bir o'zining yaqin mehmon qildigan odamlarga bugun Germaniyaga kelganlarni mehmon qilib chaqiramiz. Buningga 70 odam chaqirsa, 50 odam chaqirsa, 30 odam chaqirsa. Mushu 15 kun, 20 kun öy 100'den, 50'den, 70'den mehmondorchilik bo'ldi. Bir meni tek jitim qoldi. Aşı German erkin babının işte. Ya bu efendim demedi. Ya bu efendim demedi. Ya bu efendim. Hey, Rabia Hanım bizim liderimiz. Biz bu Rabia Hanım kim diyen bir adam çıktı. Ben milletimde hayran bulduğum yerim. Rabia Hanım bizim yalnız koyumuz bunu. En ahırda Uygur Amerika uyuşmuşta bulağı tonkay dedi. Ötkende altın medal takaştı birbirine. O günü tonkay duruştu. Şu tonu ben bakınım yok dedi. Orta Asyalıklar bir tonki. Ben tonki iş arzuyum yok anladım ko. Ben tacı eklekken. Erbistan'da altın tacı yasap evet ki bana layık emez de ben kaytırıp ettim onu. Ben keymeyim de. Keygen bilem şu yerde birbirine tonkay dedi. Uygur Amerika uyuşmuştu. Çoğuşğını açtı. Mukafat dedi. Aşınınga bir maşindim birini ekilip beni apırıp. Böyle toğuzup. Meni erkin efendimni Germaniyadan kelgan o efendimlerini yenimde to'g'izib kaydusimi bu bizga bir oliyjanoblik bir axloq. Men lider bo'lmay makat qo'yib qo'ygandim-ku. Men bir umrim sening da'voyingni qildim ey xalq. Ey xalq, men sening da'voyingni qildim. Ey Amerikada turayotgan Uyg'ur, sening siyosiy panolik erishing uchun tezlashtirish uchun istet departmanga vaqtida men hozir chiqqan xenim hocamlar hech qaysi yo'q. Hepsi bir qatim kelib Uyg'urning siyosiy panoligini tezletish, qabul qilish to'g'riliq qaror ma'qullab qildim. Ey Uyg'ur, men Yevropa parlamentiga berib, Uyg'urni elish to'g'riliq qaror ma'qullab qildim, do'stlik guruhini qurg'izdim, Shvetsiyaga do'stlik guruhini qurg'izdim. Belgiya, Gollandiyalarda olmagan 200 odamlarni Norvegiyaga oladigan qildim. Men sening xizmatingni hech liderligimni nazar olmay, men sening holchiligingni qildim. Muşu mıdak öy 70'den 80'den 90'den otağa vaxtıda ahaha yıhaha tülgayda benim yokluğum sana bölünmedi mi? Şunun için biz mahkumunu takip ettiniz. Benim yokluğum sana bölünmedi mi? Kıyni Rabia Hanımız demiş ki bir yerde yok deydiğen bir adam çıkıp cüret diyemedi. Demek bizim halkımız Xitayning jasuslaridan Xitoydan shunchalik qo'rqidi ekanda va chet elda turib. Men shu vaqtda shuni his qildim. Rahmat. Ben tutup koysam bo'ladi. Bo'ldi. Qara, har qanday bir nimani sen siyosiy bozor deganmichi u bir savdoga o'xshash, tijoratga o'xshash narsa. Sen bir molni bozor solsang, shuni haq osi bo'ladi. Rabimdan kelishdan burun biz hammamiz ming yozni misib baqdik. G'arb dunyosi ommidi bizni. Masalan, men bir ko'k ishimiz qo'y. Coca-Cola'nı içimiz. Ya bir içimlikni içimiz. Şu içimlikni içkende biz içideki nesini içmeyimiz. Tişideki viviskini içimiz. Mesela sen bir Coca-Cola'nı sen hakkı içige aslı Coca-Cola'nı ilivit başka birimini bir Coca değilsin sen Coca-Cola'nı da içse. Rabiyemden dümşe kelgende tüyünce kıtım Uygurların viviskisi payda oldu dünyaya.
Mani biz Rabbimden çıkıp kötüp durup Uygurlarını dünyaya satalıdı. Mal bazak, siyasi bazak açık aldı. Bunundan başka hem adam çıkıp bakkan burun biz Amerika'da mı? Hiç kasını almadı. Mesela Amerika'da Silikon Valley'de edilen bir dünyadaki en tahkikat çıkargan taraqqiyat, yeni texnikalar çıkargan bizden Kaliforniyada var. Şunun her yılı mınga yığın şirket bazak çıkar iken. Lekin en ahiri her yılın 5'i tizimda tursa, yılın ahiri şunun da 5-4 kaldı iken qalğını veyran bo'ldi iken. Nemişqa desang, viviskini haq almaydı iken. Rabbimden çıkan iken dünyada tunji qitim bizning Uyg'urlarning bir vakili chiqdi. Biz mana deb ko'rsatdik. Har qanday narsa yo'g'on qiyochadan bo'lmaydi. Bir ikki siyosatchi orqali shu millat tonuldi. Shunda bir odamni aytishda biz millatimizni endi ola bozorga siyosatni qo'ya olmaymiz. Bazan haqlar qarab ham bo'ldi dedi. Rabbimdan chiqqandan keyin shu dunyo Amerika bizni qabul qildi. Men bir nihoyat yaxshi mal borki, biz mushni qilaylik, mush yo'lmaylik, mushni tutaylik degan. Nurg'un siyosatmichi o bir ideologiya o'tirib bozorga o'xshash narsa. Men mushni biz dunyo oldin qurultayda eng yomon qilgani mushu bizning bayrog'imizni, bizning ma'naviy onimizni, liderni Uyg'urlarning viviskini urib etdimiz. Shu, to'g'ri. Urvet demezsin. Bunun derdini ta hazırlıkçı tatı atmış. Tipim tüydü. Hatta Mongol mu dedi o Paris'deki yığında. Bu Rabia Kadir Uygurlarının bayrağı. Sizler qanday millet dedi o bu bayrağınlarını yıqıtып etip qanday inqilab qilsizlar degende ko'zlarimda yosh taramlab eqib ketdi o. Mongolning gepi emas bu bizning yig'inimiz qatnashib atgan. Endi Rabia'nın bir milletinin lideri bulmak asan iş emeski, kurban veriş doğru geldi ki hem siz nurgun kurbanlarını beğendiniz ama afsus çeteldeki Uygurlarımız aş belgen kurbanlarınızın kadriga yetmedi, sizni degandek, o'ylagandek, biz o'ylagandek, ümit qilgandek hurmatleyemedi. Hem de onun üstüge jiningizga qasd qilishlarmi bo'ldi. Masalan siz Amerika chiqib uzun o'tmayla bir mashina voqeasida onu Xitoy qildi deb o'yladik. Mashinada qaytlab urib mashinangizga sizni ig'ir yaralandırıp yatqizib qo'ygan ahvol bo'ldi. O chaqda bir mezgil davolangantingiz qattiq ansirgandik. Ikkinchi qatimliq suiqasd o'zimizdan Uyg'urdan keldi. Ya'ni Belgiyaning poytaxti Bryusselda bir faoliyat jarayonida, ya'ni kechasi oqshimiz hotelda sizga bizning 4 Uyg'urimiz bayada birisi yoki bir nechasi o'lim bilan tahdid qildi. Sizni palampaydan ishtirib yiqitib etmoqchi bo'ldi, o'tdamoqchi bo'ldi. Naq maydonda sizning kotibingiz, aşağıdaki qurultaydagi kotibingiz, Akram degan, Ömer Qanot va boshqalar bor ekan. Mush voqea qanday bo'lgan deb bizga qisqa ushur beramsiz? U bir jidal bo'lgan. Endi meni uraman deb ishlab olib ketdi. Mushuni degim yo'q yana. Men o'tganda Yapasınız Rabia'na qachongacha og'zingizni anglamaymiz. Dedim bu voqea birinchi qitim bo'lmadi, ikkinchi qitim bo'ldi. Birinchi qitim Munixda bo'ldi. Munixda bir chaqirilib u yerda boshqalar yedi o tayoqni. Shuning uchun nurg'un odamlar sotib pul xashlab ketdi. U yerda shu cho'ng bir qonliq voqea bo'lmoqchi bo'lmadi. Asli u kuni Seytim Turkni urib qo'qatmoqchi ekandik meni. Seytim Turk kafe ishga ketib qoldi. Shuning bilan boshqalar yeb ketdi bu tayoqni nurg'un ishlar bo'lib ketdi bu yerda. Shuning bizning beguna birmuncha bolalarimiz pul to'lab ketdi. Shuning ikkinchi qitim bu Belgiyada bo'ldi. Endi men valla bu gaplarni tavasam bugun kashf ketdi. Bugün vaktimiz var, anlayımız, sizle erip kalmışsınız çünkü halkımızın bilgisi var. Mende en az 1000 adam sorap oldu. Rabia anıdan sorursanız bir cevap, Rabia anıdan bir rast cevap alsak da vatıdı. Kapamay bir depersiniz rast ketine. Ben üstün kavat yattım. Cidel birinci kavat çıktı. Bir sebepten sen beni diye birini mi depsen dedim, birini mi deplam, bağını kıtlam şu Ekremizm itildi. Şu yerde Ömer Kanat, Sahibisi, Üçüba. Şu Ekremizm, ben bir de asasen gelişkan adam Ekrem degen. Ben üzerime birini sezdim. Ben bu kuşluk ayal çok bunda tuğan bilen cık çinikkan. Turmudu mu cık çinikkan, sırtım cık çinikkan, pedagogarlıkta hele bir işlerini kıqadı. Şunda boğaşka onun kuçu yetmedi.
Ben onun meydisinden iştirip kaçıp ketken buldum. Sakrapta çıkıp kettim. Çıkıp gidip şu Abduz bekette dolqınaysa qayt kirsen dep aqımdığın çep qoğlap çıkıpken Abduz beketke berip aldım. Eğer sende şu meni jüydeydigan bolsaң hazır saqçı çaqırman degan fikir ketdi. Şunun için ben Abdurrahim deydigan Belgiyada Abdurrahim deydigan bir atış adam barken baktı. Şununla telefon berip meni meyedin ekat biraz hayatım tehdit astida kaldı dedim. Şunun bilen o Abdurrahim şu vaqtida biz dostluk grupusunu kurgan vaqt Belgiyada. Abdurrahim kelip kechichi meni ap ketdi. Ular Abdurrahim ep mangandı bular chiqdi chiqib bosh mashinaga chiqib oldi billa biz tamoq yegan yer billa barimizda. Shunday Abdurrahimning qulqiga dedim malani tashlab etib meni ayrim akatmasang bular meni bugun bir yomon ish qildigandek turdi bir qo'rqinchli ish var men ayadan aram qutulib chiqdim dedim. Shuni Abdurahim bularni tashlab meni kechichi soat 2 bilan eng qimmat biletni elib Amerikaga yo'l Şu bizden ağınlığımızın muştu. Bilgen özümüzün ağızdan ağınlığımız yaxşı oldu. Çünkü endi bu tahditle Xitoy hükümeti bir qitim mashina bilan urdi o'ltirimizda. Mashina bilan urib vaqtida 3 oyda bo'ynim aslimga keldi. Hozirgacha bo'ynim og'irdi. Uni Amerika ketdi. İkinci qitim Yaponiyada tamg'imga zahar salmoqchi bo'ldi. Uni Yaponiya bexatarlik idorasi tutdi. Endi meni Xitoy hukumati mush qadar o'ltirimizda, yo'qitimizda, rasvo qilimiz deb mush Xitoy hukumati kech kunduz plan tuzayotgan bir odam bo'lgandikin mening Uyg'urlarim men bunchalar qilmasam bo'ladi. Men bunchalar qilayotgan odamlarni Uyg'ur demayman. Xitoydan bevosita foyda olayotgan. Xitoydan meni yetim qoldirimiz deyotganlarmi? Xitoydan bevosita manfaat olayotgan. Xitoydagi urug'chilar balani qo'rqitib sen biz taraf tutmasang mehmondorchilikda hamma bizning oqimizda tutmasang sening tuqqanlaringni Xitoyda qilimiz ko'p qilimiz deb qo'rqitib shunday qilib xalqni oqiga o'tkazayotgan odamlarning qilishmi bu Uyg'ur qilayotgan ish emas Xitoy hukumati qilayotgan ish deb qarayman. Ikkinchi vazirlar hozir ko'ranglab ketdi. Biz chiqdik qo'mina deb Xitoymi ko'ranglab ketdi. Biz adimimizni chiqardik sening oldinga. Senin Uyg'uring, sening xalqing oshunchilikku. Bizning odamlarimiz sening beshingga chiqib Amerika bilan ishlayotdi, deyotdi Xitoy. Haqiqatan. Ularmi biz hozir sanini oldik-ku deb o'ylayotdi. Bugün balam kuzda sanaymiz. Uyg'ur xalqi unda boş xalq emas. Xalqning ko'zi bor jinim balam. Xalqning aqli bor. Xalqning vijdoni bor. Vatanning ichida kimning kimligini, vatanning tashqi chiqqanda kimning kimligini necha vaqtdan davomini da'vatidir-ku. Mevlana efendi da'vatidir, siz da'vatsiz, Mevlana efendim da'vatidir, xalq da'vatidir. Necha vaqtdan bular da'voga hech qanday yaqin kelmay bütün Japonni kitlarning tatbiqini hozir o'zichilam chiqiblam ishdan pullarni eliblar butun hammasini maash bo'lablam maoshni elib yugurib juganligini xalq biladi. Hozir ham bu shirkat quryaptilar. Hozir bu tashkilot shirkat qatorida bo'lyapti. Bu topilgan shirkat qurdik deb quryapti bularni. O'zimiz maash oldik, do'stimizni oldik, sani topdik, haqlarni o'zimizni maqtab qildik. Bağa yerda torunda to'yda o'tirib, mushuncha o lagerda yetyapgan odamlarga bir talmi ko'ngil bilmaydi bular. Uyg'ur mustaqil bo'lamdi, bo'lmamdi, uning bilan chatqi yo'q. Shu ta deb qo'ydi. Anda odam o'tirib haqni anglasin deb. Voy deb chavoq chaldirib qo'ydi. Haqqiga ishni men qildim deb e'lon qildi. Mushunda kunni o'tkazib, xalqning o'lib tugab ketishiga mutlaq sababchi bo'ladi. Birinchi jinoyatchi Xitoy bo'lsa, ikkinchi jinoyatchi Uyg'urning oldiga chiqib berib turib, Uyg'ur xalqini aldayotganlar ikkinchi Uyg'urning qotili bo'ladi. Biz uchinchi guruh darhol chiqib bunga ajallik zarba berib azishimiz. Doğru. Ben de bir gap qistirib qo'yay. Masalan, shunda deb o'ylab ketma. Shu vaqtida Dünya Uyg'ur qurultiyining shu odamlari bunda siyosiy o'zgarish qilmay, Rabimdamni hammamiz butun vujudimizda qo'llab, butun vujudimizda qo'llab, Rabimdamni bir shu obrazni, çünkü bu Rabimdamning obrazni, Rabimdam hem biz bütün Uyg'urlar tan qurib chiqqan obraz-ku bu. Bu Rabimdam bütün Uyg'urlarga tava obraz bu. Bu Rabimdam o'zi bilan emas bu. Rabimdamning kurashchanligi va bütün Uyg'urlarning tirishchanligi bilan dunyoga shakllangan Uyg'urlarning bir oliy obrazi. Agar hammamiz qo'llab kelgan bo'lsak, bu vaqtcha qanchalik cho'ng chiqishlar bo'lib ketadi dedim. Rabimdam qanchalik chiqishlar bo'lib ketadi. Muşu pul yok bir din.
Onunla maşina edigizip, bunundan pul elip, hiçbir tim pul yok. Hazır yana aşağı nurgun işlerini kılvat. Rabimdem'nin yazıvatkan xatları Kongres'ke, Aksaray'a, Senator'a yazıvatkan xatlarının sani şunda köp. Bunun tercih kılıp gay birlerini, mesela bizden ailini tercih kılıp begen yerler var Rabimdem'ke. O xatlarında şundacık bu xatlarını. Mesela balladın derolla, ma o koronavirüs çıkan diken, Rabimden derolla aşağı hükümet xat yazdı. Bu koronavirüs bile bizning Uyg'urlarninki balalarning siyosiy pana ishqib qolmasin. Ma chegara chetdan haqlarni to'xtatish bo'lyotdi, chegaradan ko'chmanlarni. Bu bizning ishlarimizga to'xtab qolmasin. Her bir iş çıksa şu zaman şu hafta mişe demigen bile xat yazıp imza koyup aşağıya evitip duruyordu. Bununla bununla Rabbimden ne şunca kollap kelyapkan bir yerde niyedinin pulu yok. Bak yalnız Rabbimden yelim o Xudoga şükür Rabbimden bir 250 milyon tapkan pulga közü toygan ayal ki eğer Rabbimden unda demigen olsa nimeler dep ketedi ki ufmayma. Rabbimden ona muş xalq yardım berip xalq qilib muş işlerini to'shtirib hozir ketyapti. Eğer biz Rabbimden yanıp bütün Uyg'urlar vücudu bilan qo'llab kelsak Amerikada biz bir bayrak tishlalaymiz Uyg'urlarning. Eğer qilamiz Uyg'urlarning bayrog'ini tishlamaymiz. Hozir Uyg'urlar sap uya bir so'zlab turganlar ular hech qanday bayroq bo'lolmaydi. 3-4 odamning ichi so'zlab yurdi. Bayroq tehi Rabbimning o'rnini oladigan odam tehi chiqmadi. Shunda chiqmadi. Tugide ketdi. Rahmat. Bu yerda men bir Rabiyaniki bir yig'iz gapiga raddiya berib qo'yay. Baya bir yig'iz gap qildingiz Rabiyana. Uyg'urim menga bunda qilmisi bo'ladi dedingiz. Buni qilgan u Uyg'ur emas. Xitoydanmi Xitoy mal'un. Uyg'ur xalqi bu Akram degan haramzadini qat'iy kechirmaydi. Bu Akram degan haramzada hozirmi shu Vankatovning eng yaqin kuchki. Hamma shunaqa haramzada shu. İnşallah bir gün şu Ekrem degan haramzada Uyg'urlarning qo'lida ajalsiz o'ladi. Ben şunu his qilaman. Hamda bu yerda shu suiqaslardan keyin uzun o'tmay xalqimiz toza g'azablanayotgan bir mezgilda oldingizga Germaniyadan 2 odam bordi. Aynı vaqtki katibingiz bilan Asqarjonlar Amerikaga berib, siz bilan suhbat qilib beribdi-da, saloq qilib beribdi. Berib, anlasam Amerika'da bana Şöhret Uşur ve başkalar arığı düşüp salak qilganmish. Işqib jiq ishlar bo'ldi aranlarda faqatla bir qisqa bir bayonot berildi. Ama qandaqdir sizning o g'azablaringizni bosdi, sizni yumshatgandek ko'rindi, ya'ni ular bilan kelishgandek ta'sir berdi bizga. Ashchaqlikdan kelgan xabarlar. Şu çağda neymiş bo'lgan qisqa deb beramiz? Nima qilib ketdi ular? Nima bo'ldi aralaqda? Bular o'zi yig'inni ochiverganligini aytdi. Nuri Turkal bilan Şöhret Uşur bizni murassa qilib qo'ydi. Men o'zimni murassaga keldim. Nima uchun keldim deganda, 2 yer bay yuqorida aytib o'tdim. 2 yer yig'in ichilib ketmasin deb, Uyg'ur 2ga bo'linib ketmasin. Ya men voz kechak, ya buni voz kechsin degandan keyin bular voz kechmagandan keyin men voz kechdim. Men voz kechdim 2ga bo'linib ketmayli deb. Men bularning unda Sitim Turkni, nimini, u Ümit Agayini, Asqarjonni, Sodiqjonlarni, mush men tarafga turgan, meni qo'llagan Nurmamat Ruzaxunni, anikin shu Olimjonni, Mavo Abdurinja ishqilib, meni Rabiya xonimni qo'g'dab qolayli, un pochlanmanglar degan odamlarning hammasini men yig'inning teshida qo'yib qo'ydi deb o'yladim. Bular biz ittifoqlashgan holda hammamiz mishadi ochimiz. Bizga bir qatam berib beqing, biz bir oliy rahbarimiz o'tirib beqing. Biz bir qilib baqayli degandan keyin ol zodi agar unimisanlar sizlar nimada Gollandiyada echinglar biz Germaniyada ochiverdigan bo'ldik Munixda degandan keyin mushu dunyo Uyg'urlarni butun dunyoni mushunga birlik akaptimi? Mushu Uyg'ur qurultayi debdik. Mushu qurultayni parchalab etmay. Men mushu qurultayga ma'qul bo'ldi, mushu yoshlar zodi bir ish qilib baqsin deb men o'zim qo'shildim bu ishga. Qo'shilgandan keyin bular nadonlik qildi. Agar bular mush yig'inni ochgan vaqtda mayli Seyit bo'lsin, Sodiqjon bo'lsin, Umid bo'lsin, mush o'ziga qarshi fikr bo'lgan, meni qo'llayotgan odamlarning hammani mush qurultayga chaqirib qilgan bo'lsa, qurultay bugun mushuna bo'linib ketmaydi. Bu bir. Ikkinchi bular
Aş Ali rehberimiz Rabia Hanım deganni Ali rehberimiz demesin. Men bir milletning manevi anıs lideri bo'lgan ki hay Rabia Hanım. Neymiş kılaylı, birlik kılaylı yani. Biz Dünya Kurultayı'nın reisi ise, yani biz Dünya Kurultayı'nı birlik kuşlandırıp, yani birlik kılattık, bunda parçalanıp gitmeydi. Bular özü parçalı. Bizim bıraklı tepti. Aş 12 adam mesela Dünya Kurultayı'da aş kurgan 12 adam mesela değil şu 12 adam hem de ismini dep oturuşumdan açtı yok. Şu 12 adam Uygur'a biz vekil dep aş 12 adam çıkıvaldı. Boptu. Hazır biz ayada bir andak soğudu oldu, mandak soğudu oldu. Şöhret uçurumu ki o iki bölünüp gitmesin dedi. Nuri Türkel'in parçalanıp gitmesin dedi. Kıным bir. Lekin meni salak kılıp bular bilen mürəssəq qılğan adamlar davamlı qılğanı birlikdə doğdu gənti. Kim bular iyi çıxanmadı. O İslam bunda vədi qıqantınlar Rabia Hanımğa. Ma vədi boyunca ma işini demiş qılmadınlar. Dep diyen buluşu mümkün, bular anlamagan buluşu mümkün. Bular özü diyen vədinin hiç qasını icra qılmadı. Gapning qısqısı bular intayın yalan etdi. Hemmisi əksinçisi qıldı işte. Anlaşımca bu yerde abay sızma bir şey de tep ettiniz. Ola pulu bilen sizni aldıganmış. Yani sizge 50 bin dolar berdigan, ayda 2 bin dolar pul berdigan, hem çıkanınızdan çıkımını götürüp buradagan bir şartlar bilen sizni makulga keltirgen deydi. Bu hem silahın geçinden mi? 50 bin dolar pul vakti. Hazır bütün dünyadaki Uygur teşkilatları pulunu yığıp dünya kurtarıp veriyor. Muş Uygur'un vekili teşkilatı okşaydı. Kalkmış şunun işini dünya Uygur kurtarıp pul vermezde bir yığıp atıdı. O yıkan pulunu dünya Uygur kurtarıp Uygur halkının umumi teşkilatları işletiş gerek onda işletmedi. Özünü işletti. Bu hata bu kılıvattığını. Dünya Uygur kurtarıp hata hem teşkilatlarının yalnız dünya Uygur kurtarıp işlettirip hata. Yani bunun ki hem kılıvattan teşkilatlar tan beriş gerek. Endi bular bu şu bana diye vaxtında özleri dedi. Her ayda işkanın icarısını төлep verimiz dedi. Ha dedi. Eğer çıkırıp kalsa sizin katibinizin tercümanınızı yapırımız. Siz bizden yanılı rehberimiz, birlik kılımız dedi. Ben dünya hukukunu buna çubuğulup gitip de oylamadım o zaman. Yani birlik kılımız, meyli Sitim Türk olsun, meyli bu Tolkun olsun, meyli Ömer olsun, meyli Ümit Agay olsun. Bular bunu toplap kalmadı. Bunu icra kılmagandın sırt, meni kollagan hemme adamni Amerika'da turuşluk dünya hukukunu bazı adamları Amerika'ya çıkıp Amerika'ya kırmaz koydu. Bu cinayet mao. Mao bir cinayet. Pakiz Amerika'ya sadık, Amerika bile ittifak Uygur davasını sadık bir adamlarını cinayet çıkıp Amerika'ya çıkıp bularını Amerika'ya kırgızmaz koygan adamını ben ahir tep çıkım. Hep çıkıp bunun cinayetini sürüştü kılıma. Sitim Türk'ne Amerika karşıda. Ya da Sitim Türk'ün Türkiye'de siyahinin adımı da çıkar. Meğer de Amerika Türkiye MİT'nin adımı da. Bula çıkıp Ümit Agay'ı Germaniyanın garajdan tercümanlık kılıp atkan adam. Sadık Canlı. Gollandiya oyunun boşmasını neçe yıl başkırgan adam. Muş adamlarını Amerika'nın FBI'ga ve Amerika'nın bir xatarlık idarlarına çıkıp bularını kırmaz kılıp etti. Biz muşun izdavatımız hazır. Bu adamlar bundaklar ayrılmadık biz. Bu davagarlar kılıngan suikast kılınıp getirdi. Uygur davası en yaxşı kılıp atkan, en dünya anlatıp atkan adamların aldığını tostu. Bu Xitay'nın arzusu, Xitay'nın məqsədi. Türkiye'de Sitim aldığını tostu. Oylap bakınlar Sitim Türk degen çan çıkırıp çaktı. Bu hiç gündüz okumay anlattı. Onun nemi zararı var sana. Ey Türkiye teşkilatlar. Ey zat atmaydı Allah. Sitim Türk muşu halkın avazını muhbir. Siyasi olma, teşkilat, mektep verip anlatsa, sana ne zihni var? Senin halkın, senin anan, senin dadanla anlatılır. Sen şunu çıkıp, bu şu hakasını birlikte çıkıp, Türkiye hükümetinin, Sitim Türk'ün bir mezgil öykü kavap koydu. Kötüler işkanda kışkalam dedi. Emdi kötürülüp çıkıp etip de. Sitim Türk, o Şərq Türkistan meclisini kurgan adam, meclisini kurgan diken aşında kıldı. Mena muşlak adamlarımızda muşlak kıvetti. Bu kim kıgan bolsa bu bir cinayet. Bu Uygur halkı sürüştü kıldığın cinayet. Uygur'un davagarlarını, Rabia Kadır'ını kollaydığı adamını, Rabia Kadır'ın etrafı tuğan adamını yoktur. Xitay'ın yadroluk məqsidi, yadroluk sürekli çeteldeki yoktur. Benim etrafımdaki adamını yok atanda ne acizayına. İktisadımını yok atanda ne acizayına. Bunlar iktisadımını yok attı. Rast, ben tercümansız kaldım, şoförsüz kaldım. Pul jığımında bir yer kol sunmadım. Çünkü anın ışığımız, banın ışığımız devatkan dedi. Koya dedim.
Men bularning 50 ming dollar pul, men unda dedim, hech kim menga 50 ming dollar berimiz deb mi bakmadı, men olamanmi deb bakmadım. Fakat ishxonaning ijarasi berimiga unini bermidi, uni dedim bayatni yuqorida quzat dedi, adamni quzat etdi. Menga Xudoyim bursa Uyg'urning ichida hang axloqli, insofli odamlar 1000 dollar, 2000 dollar, 5000 dollar avatib, mening shopirimning o'tisidan chiqyapti. Bir tarjimonimning o'tisidan chiqyapti. Uyg'urning ichida insof qiladigan odamlar tugab ketgani yo'q. Ahli odamlar tugab ketgani yo'q. Ular meni taniydigan odam tugab ketgani yo'q. Men uning ishini xalq meni yana beqilyapti. Men yana shu davoni Mevlam efendim deganda bir kun to'xtatmay mangdiryapman. Faqat ilk to'plam, yig'in, ilk şuradek, dünya hukuki içivatkandak yığıllarını açmadım. İçip hata resim çıkamadım. Neymiş onda çıkamadım. Men gülüp etmem, muşla kıvatıdı, men cim tutsam muşla galbi kısın dedim. Lekin bular bunda kımmedi. Endi bu yerda eng muhim bir masala mushu 2017 yili mushu orliqdagi cho'ng ishlarni qurultay ishidagi egizpastliklarni jidallarni o'ngshash uchun Amsterdamda Gollandiyada 2017 yili bir cho'ng yig'in ochilmoqchi. Bunun oldida siz ko'p qatam sizni qo'llaydigan masalan Seyit Tumturi qatorliq atrofingizga qo'llovchilarga ko'p qatam va'da bergandingiz. Ya'ni men hayotda bo'ladi ekanman, bu davoni mushu suiqasdchi unsurlarga tutqizib qo'ymayman deb ko'p qatam va'da bergandingiz, bularni sizga qattiq ishongan edi. Ammo 4 kun qolganda siz tuyuqsizlar bu yig'inni bekor qilyaptingizda nurg'un odam qattiq umidsizlandi. Endi uning keyingi bu razil o'yinlarni Myunxenda ko'rdik. Mushundagi sabab, asosli sabab. Asas sebep parçalanıp ketmesin dedim. Asas sebep yukarıda dedim, yani desem parçalanıp ketmesin. Boptumus kılımen diye halkın içinde bir kısım adamlar meyli mağarip olsun, meyli olmalar olsun, hemisi bilen yapmış baksam, kıpak mısın mı dedi. Kıpak mısın mı diyen kim boptu parçalanıp ketmesin. Ma ballarını mı muşluğunu çakırdı, yani kurultaydın içinde muşu, siyitlerimi muşluğunu kılımez dedim. Lekin iş onda bulmay kaldı. Ondaqda nemishqa bu ishni siz sizga ishongan, siz bilan birga ish qilayotgan sabdoshlaringiz bilan bizga maslahat qilmadingiz masalan? Ular unumaytdi. Bir lider men sizga deb qo'yay. Mushu xalqning manfaatiga uyg'un keladi deb o'ylagan vaqtida ba'zan narsaga chuqur o'zi hukm qilish kerak. Men hukm qildim, lekin hukmimni mening xalqim deb hukm qildim, hukmim to'g'ri chiqmadi. Bular men degan yerdan chiqdi. Ya'ni siz dedingiz hozir Seyit Türk aşkı meclisga bordim. Eğer Seyit Türk qaytadan Sharq Turkiston majlisini ochgan vaqtida agar mushlar to'g'ri ish qilgan bo'lsa men ash majlisni ochtirmaydim, ham bormaydim. Ham bular xato ish qilgan keyin ilojisiz ikkinchi bir sap yetim qoldi. Bular da'vo qilgan vaqtlar da'vo qilmish bo'lmaydi, men berishim kerak deb bunga bordim. Bu oliy rahbar dedi, men qabul qildim. Ya'ni bu ishda yig'inni yo'q qilishingizda birdan bir sabab parchalanib ketmasin deb qo'ydik dedingiz. Mayli yomon bo'lsin, ichiga mushlar qaytib kirib turib, o'ngshaymiz degan umidni qildim. Meni murassa qilganlarmi ash maqsad bilan murassa qildim. Endi ham o'zingiz bir lider bo'lish suhbatingiz bilan yeningizdagi siz eng ishonadigan, sizga eng yaqin odamlaringizga maslahat qilmaylar. Buni qilganingiz ularning ko'nglini og'ritdi. Ham oqibatda bu ishning oqibati qanday bo'ldi deganda da'vo hozirgidek 80 parchaga keldi. Qaram parcha bo'lib ketdi. Agar shu chog'da bizda hozir 2017 yilga qaytib ketdik deydi. Shu chog'da hozirgi bu ishning oqibatining mushundaq bo'ladiganligini faraz qilgan bo'lsangiz, uni o'tkazib beramdingiz qurultayni o suiqasdchilarga? O'tkazib bermaydim. Qarang, agar men shu vaqtda o'tkazib bermagan bo'lsam, shu kuni baribir qurultay meyada ochadi, ayad ochadi. Shu bizning liderimiz, shu xonim o'tkazib bergan bo'lsa, mush parchalanish bo'lmaydi deb siz bugun meni muxolifat. Biroq men yana Rabia Qadir degan Uyg'urning lideri ayolning ikkinchi bir liderni Uyg'urga akib berishi uchun inovatini saqlab qoldim. Parchalamayman degan irodamni qildim. Bular parchalagan, bu tarixga bular javob berdi. Men yanada Uyg'ur xalqiga eng yaxshi xalq agishadigan xalq yeni strategiya, xalqni o'zining vatanini mustaqil qilish uchun irodasi ochib turgan liderni saylab bera oladiganligimga ishonaman va xalqimning shunda saylaydiganligiga, ya'ni shunday bir liderning chiqadiganligiga men ishonaman. Rahmat. Endi shu ishda men hozir Mavlon Qasan so'zini beraman. Shu ishda 3 yildan keyin
Özünüzün hata qilganligini his qildingiz. Bu jihatda o'zingizni bir savallik o'tkazdi deb hisoblamsiz? Yo'q, bunday hisoblamayman. Qat'iy bunday hisoblamayman. Men to'g'ri niyat bilan qildim. Xalqimga ishondim. Lekin qaymoqayotganlar muşlarning aqli bo'lsin bo'lmasa hammasi emas. Bir 4-5 odamning ishi bu. Nurg'un odamlar hozir mush ishning oqibatini ergashganlarni hozir tushunib yetyapti. Shuning uchun men buni xatolashdim. Men mush to'g'ri qildim. Lekin mening deganim yerimdan bu ish chiqmadi deb o'ylayman. Mavlanka. Shu Rabbiy madam deydi, men xato qilmadim deydi. Sen qanday qaraysan bu ishga? Masalanga xalq degan bir liderni xatolik o'tkazishidan u xatolik o'tkazganni kechirdi. Qaror chiqarmaganni kechirmaydi. Rabbimdan shu vaqtida hozir bilmas o qarorni xatoga shu qarorni chiqargan. Rabbimdan niyatin dedi, bu nimani birlikni saqlab qilmas degan. Shuning uchun Rabbimdan xatoni qaror shu vaqtda o'zim bildi, xato chiqarganligini bildi, buni xalq kechirdi. Çünkü karar çıkardı, bir lider geldi, aldı Rabbimden bir kararını çıkarıştı. Rabbimden şu vaxtdaki vaziyet qarab çıkargan mülçer, bunçunda da mülçerilgen, eğer ben bunun katlaşıp kalsam, dünya Uygur kurup kaçınlık etiydi, bular bile birleşip kalsam, maqul deb mala qasam dünya Uygur kurup saqlanıp kaldı degan. Lekin Rabbimden ularning suiqasdining cho'nqurligiga yetenmegen. Ular daim o'zi qarshiga 10 tashkilotni shu vaqtida tek chiqarib etdi. Ular e'lon qilgan, to'g'rimi? Seytum Turk 10 tashkilot. Uningga ular buni o'zlari bir guruhningki tashkilotiga aylantirib etdi. Ta hozirgacha bu Dünya Uygur Qurultiyi masalan bir guruh odamning tashkil, bir Dünya Uygurlarning tashkilotidan bir guruh odamning tashkilotiga aylantirib etdi. Şunu aylandırıb. Şunun üçün endi hazırki vəziyyət qaraganda mən aldığım bir sözləb getdim. Dünya Uygur Qurultiyi Uygurlarning dünya boyunca birlik qurishini xalamaydı. Çünki bularning iqtisodiy mənfəətiga ta'sir etdi. Hamma adam yançıqdakı pulni saqlashni to'g'ri qildi. Bular maslahatchi deb pul oldi, un deb har yoz oldi. Shu birinchi bo'lib shuni saqlaydi. Shuning uchun masalan Rabbimdan dunyoga men haba qo'yib qo'ydim do'g'a pulni, $1 pulni tutib olsang olsa. Rabbimdan bu da birlik qurib birliklab dunyo qilib Uyg'urlarni bir yeni birliklab akilib bir ovozdan bir ochiq nimadan xalqaro sakni so'zlaydigan bir yeni nimani qurib chiqaman deydi. Birinchi bo'lib dunyo Uyg'ur qurultiyi qarshi turdi buni. Azılma karıştırdı. Çünkü parçalanış bulanın menfaati uygun geldi. Uygun. Rahmet. Endi şu sebepten hazırki haletimiz bekleveyran. Endi xalqaro hazır bütün dünya Uygurni qutquzimizda vaqiravatqa holatda Uygurning ahvoli qarasak odamning yig'ilg'isi keladi. Hozir nima ko'p, tashkilot ko'p. İstanbul'dan özde 50 demde 70 demde aytağı şu kadar teşkilat olup getir. Şu kadar çıktı kuvvetli teşkilatlar. Dünyada hem yer kuşkası 100'den artık teşkilatımız var. En vakti Rabia ana kurultayı yetekçilik atkan çakta şu birli merkez vardı. Her kanda iş olsa şu merkezden gipini anlayıtı halkımız. Ama nait efsus hazır altımız bek mi için işlik hem jirgin işlik hatta cinayet giyatıdı. Mesela bazı teşkilatlar numus kılmay İşek ülüsü birimiz geçecek tatıptı da bu jilni nəğmi navajili edip numus kılmay ilan kıldı. Eğer Xitay virusu evcilip jik adamlarının toplayışı çeklendirgen bolsa, ular Avrupa'da hazır 80-80'lerde usul oynap nakşiyet otkan bolattı. Muş kadar rezil aletler bizden ahvalımız. Şuna xalq yana öz anısını, özünün hakiki liderini eslavatıdı. Rabbi anımız bağ devrede bunda kışlak mümkün olmaydı. Bir merkezden sada çıkarttı. Hem adam şu yeri karaydı. Bir liderimiz bağ da pəxirlənətdi. Deydi. Ama əfsus aramızdaki bayım nəşqatın dep otduq. Münafıqlarının qolu bilen bu liderinin bu bayrak jıqıtıldı dep qaravatı köpələ. Ama Rabbi anı deydi. Ben bunun ahvalını əsliga keltirme. Yani aştaq bir merkezini şekillendirme deydi. Ondan olsa bu cihazda konkret planlarınız nime Rabia'na bir anlap baksak? Hem bunun da oldu bilen biz bütün dünyadaki teşkilatlar bilen bir kıtımdan söhbət ötküzüz, grup kurup çıkınız. Bu grupni təsdiq bolğandan keyin ötkende sürgün hökumətinin birləşdiriş grupusu dep Məmtimin ala Əfəndimar qrupu. Muşundaq bir grupni təsdiq qilish oyun var.
Mening atrofimdami 50 dan ortiq maslahatchilarim bor, butun ziyolilar. Yaxshi maslahatlarni berdi. Shu maslahatchilar guruhini qayta asliga kelib, dunyo qurultiyi vaqtidagi maslahatchilarim hozirgacha ketib qolgani yo'q. Mushlar bilan maslahatlashib, bir ustida bir guruhni tashkillab, shu guruh butun tashkilotlar bilan, mayli u yaxshi ish qilgan bo'lsin, yomon qilgan bo'lsin, hammasi bilan bir qatimda suhbat o'tkazamiz. O'tkazib, bir birlik bir umumiy birlik bir organni birini qurib, ama shu organ bilan butun dunyodagi tashkilotlarningki qanday qilib birlashish, nima qilish to'g'riliq buning planini tuzib chiqamiz. Hozir o'zimning qo'limdami bor tuzgan. Lekin bu vaqtida boshqacha tuzimiz, birlik tuzimiz, bir-birimiz ko'rimiz planni tuzib, endi umumiy yuzlik bütün tashkilotlarning vakili bilan birlikda men bugun yana bir qatim xalqqa aytaman. O'zi ayrim saylam qo'ygan tashkilot xalqning tashkiloti emas. Shu xalqning tashkiloti, xalqning emas. Umumiy xalq vakillik qilmaydi. O'ziga vakil Uyg'ur xalqining kishilik huquqi, ahvoli, mustaqilligi, mushlarni o'z ayrim anglitadi. Umumiy chet eldagilarning hammasining vatandaşlarning ovozi bo'lmaydi. Endi xalq uchun xizmat qiladi. Masalan, dunyo qurultiyi nima qildi, o qildi, ish qilyapti, yaxshi ishlarni qilyapti. Dünya qurultiyi o'xshash 60 tashkilot vaziri hammasi qilyapti. O'xshash qilyapti. Hammasini niyati yaxshi. Lekin bir ovoz qilish uchun birlikka tehkamidi. Shuningga birlik deb ot qo'ymasaqmi, o'tganda Abdurashid Qarliq üstü birlikda to'g'ri, nachiralik aytdi. Shundaq birlikni qurib, endi keyin shuning bilan o'zimiz maslahatlashib, yana uning maslahatchilar guruhini qurib, endi shu xalqimizda vaqtida mustaqil qilish uchun biz qanday qilamiz ki, bizning armiyamiz yo'q, falanimiz yo'q deb. Bizning cho'qim armiyamiz dunyo bizni armiya qurishdan cheklab aytgani yo'q. Turkiyaning o'zida qurildi, O'rta Osiyoda quramiz desa qurildi. Mushum dunyoning qonunlik ruxsati bilan qilinadi. Mushundaq bir birlikni kelib, biz tashkilotlarimizni qurib, dunyoning umumiy siyosatidan foydalanib, masalan, Angliyada Uyg'urlarning masalasini az qiladigan bir tashkilot burun Falungoni az qilgan. Hozir bizni az qilish uchun qurib chiqibdi. Mushundaq narsa qurg'ili bo'lamdi deganda, mushuni biz qurib, andan keyin bütün planlarimizni xalqqa qanday saylam qilamiz, qanday rahbarni shu vaqtda rahbar ko'rsatadiganlar qo'rqmay o'ziga ishonch o'tirib chiqsin, xalqni yetaklay oladigan, xalqqa ish qilib bera oladigan, xalq strategiya bera oladigan, vatanni mustaqil qilgan, dunyoni qoyil qila oladigan, dunyoga Uyg'ur mustaqil bo'lmasa o'lib tugaganligini uqtira oladigan, voy Xitoy bilan Xitoyning birligini qo'g'daymiz degan gapning dunyoga va Uyg'ur xalqiga besib olgan Tibet, Uyg'ur, Mongol, Shangang, Tayvanga tahdid ekanligi, bu xalq uni o'ltirib tugatadiganligini dunyo siyosiy o'ldirib tushundira oladigan mushundaq guruhlarni, mushundaq siyosatlarni belgilab, mushundaq odamlarni o'tirib ochqimiz desak, qaysi xalq, qaysi tashkilot bizga qarshi chiqa oladi? Qarshi chiqmaydi. Hammalar qo'shiladi. Xitoy buzildi shu vaqtda. Vaqtim xuddi Rabia Qodirni Xitoyning jasuslari dunyo qurultiyining shuhratparastligini qo'liga ilib, mehmon qilib, mehmondochilik bilan qo'shqalning orliqi yo'gab menga otgandek Xitoy jasuslari orqali yana chiqib o'tirgan. Bu qitim tavlandik. Biz bu da Xitoyning jasuslarining qildiqiga tushmaymiz. Mehmondochilikning qildiqiga tushmaymiz. Dostonchilikning qildiqiga tushmaymiz. Bu da biz o'zimizning jangovar odamlarimizni atrofimizda tayyorlayapmiz. Tayyorlaymiz. Onun qurultaydimi kirdi, muarifdimi kirdi, siyetdimi kirdi. Germaniyada 15 yil bo'lgan tashkilot bor. Men chiqqanda qurilgan dunyo qurultiyi bilan Uyg'uriston tashkiloti, Sharq Turkiston mustaqillik harakati degan. Ash tashkilotlarmi ash manba vaqtida mushlar qarama qarshgan hammasi birlashgan. Shu tashkilotlarmi kirdi, Amerikada qurilganlarmi kirdi, hammasi kirdi. Muarif olmalar hammasi kirdi. Kirmay iloji yo'q. Uyg'urlar birlash, hozirgi eg'zimizda birlash. Ben sizga mundaq bir gap qilay. Yana mush gapimning orlig'ida bir gap qilmayman kechirim. Bizning muarif qarindosh bolalarimiz qarindoshlar yig'ini ochdi. Olmalarning hammasi qatnashdi. Ash yig'inga nemini ma'rifni qurgan 7 odamning ismini birdan yodlab bera olmayman. Ablikim Mahsum, Setim Turk shu vaqtdagi ash odamlarning hammasining ismini. Shuning bir qurgan 7 odamning birisi Setim Turk qurg'uchisining. Mayli Setim Turkdan xatolik o'tirsin, mayli ularni qo'llab qo'ygan bo'lsin, mayli askarlik qilib qo'ygan bo'lsin. Ashning da'vogarligini nazarda tutib, Abduqodir Yapjan qurg'uchilarning birisi. Ashlar Setim Turkning bu da ashu
yığınğa keling deb, Setim Türk'e o'xshash o'ziga qarshi fikr qilgan bir 10 odam bor. Aşılan aşı yığınğa akirgan bo'lsa, aşılar saniga chiqib borib pullamidi, olmalarni pullamidi, maqtaydi. Biz kucaklaşıp aplaşatdi. Bu birleşeyli, bölünmeyli degan gapni sen yatlıvanmay şakittek. Əmili icra qil. O'shada aplaşib ketatdim. Mushuni sen qilmading. Men ishimda o'zing hammasi rasmga tushib chiqiribsa. Aş resimning qatorida, setimning 5 bo'lib qolgan bo'lsa, ya seni tilliganda hamma haq ishini qo'shiladi. Voy mala aplaşib ketadi. Shuning men rasmchilar dedim. Men ayıplayman. Ben cinayet deb qilmayman, aş xatolik narsalar o'tgan. Men tashkilotlarga tavsiya qilaman, unda qilmanglar. Kechiringlar bir-biringlarni. Hey, seni o'sho'g'anning dadasini o'ltiryapti, Amroq o'g'anning onasini o'ltiryapti. Bizning hammamiz o'xshash qilyapti. Mening bir oilamda qanday qildi? Cho'ng achamni qarg'ib qilyapti. Onundan singlimni turmuti kuchab urib o'ltiryapti. Onundan kichik inimni belini urib quzatning dadasini palashib ochibdi. Bir balamni belini og'riqib urib ochibdi. Qolgan 2014 2017 ailemde 38 adamni akirib ketdi. Sidiqning oilasidan 66 adamni akirib ketdi. O'lik bitirib biz qilamiz. Biz hammamizning ashundaq bo'lgandan keyin bir kechirim tarafbozlikdan chiqishdan shuning uchun majburlaymiz. Bular o'zi chiqatmagandan keyin biz majburlaymiz. Biz qilamiz. Endi biz maydonni mushundaq qo'yib etib tarafbozlikqa, pulvozlikqa, pul topadiganqa, shuhratparastga, Xitoyga qo'yib bersak, biz tarixga jinoyatchi bo'lib biz kiritamiz. Bu millatning lideri bo'lmay jinoyatchi bo'lib biz. Men Rabia Qodirni qayta ochibman. Rabia Qodirning atrofidagilarni qayta akilaman. Xatoliklarni tuzdiman. Xalqning oldida shunda so'z beray. Men ishimizdagi iqtidorli odamlarni qizib chiqaman. Mushundaq intizor bo'lib ketayotgan menning ziyolilar va ziyolilarmi meni to'g'ri tushunganlar to'g'ri tushunish kerak. Mening ochig'im yomon bo'lsin, yana birdami degan bo'lsam, xalqning manfaati uchun dedim. Uyg'urning manfaati uchun dedim. Shuning uchun bu ishda biz xalqimizga bugun hamma planimni deb bermaymiz. Qanday qilishchilik deb qo'ydim, vaqti kelgan vaqtida biz deymiz. Buning tayyorlik xizmatini biz ishlaymiz. Kimning nadiligini yetishdan qat'iy nazar, kimning nadi undaq qilishdan qat'iy nazar biz bu birlikni achqimiz. Yaxshi, undaqda Tamam, Mishal bir gap qistirib qo'yay. Sen to'pto mablag' hozir sen so'rayman. Undaqda Rabiyani qisqa bir so'ray sizdan, bu ishga uzun vaqt ketadimi? Bir yil ketadi. Bir yil ketadimi? Biz iqtisodiy jihatdan ig'ir qiyinchilik, biz Amerikaning iqtisodini olmadik. Yaqinda Amerikaning iqtisodini talab qildik. Iqtisodchi bu biramda bermay onu uqmaydi. Yamış arlıq kirib algan çaqıdığanlar yana barmı şu pul paraslar. Şunun için xalqdan biz iqtisod tepib, bu iqtisodiy jihatdan birlik akilib, bu ishlarni amalga oshirib bo'g'chi biz bir yil vaqt ketadi. Mevlanka, endi Rabiyani deydim men qayta shu tecrübelerni yakunlab turib, barliq Uyg'urimni iqtidorlikdan biriga akilib bir markazni qayta shakllantirman deydi. Bu endi ittifoqlik to'g'risidagi shu arjiq to'landi, sen mi diqqat qilding? Addisi deylik şu yaqinda şu İstanbul'da Seyitum Türk'niki şu kadar küçük geldiğini gördük. Yani üst birlikni teşebbüs kılan ziyaliler başlık. Bakaram ben müşahede bir dey. Seyitum Türk bana İstanbul'da şu üst birlikni kurman yapın. Nayet yaxşı kıldı. Bunun Seyitum'un çakırga adamı 30 neçe adam 80 adam vardı. Halk müşahede intizar olup gitti. Ben şu Seyitum Türk'ninki Muşu Türkiye içindeki Uygurlarını ittifaklaştırıp Muşu'nun endizini küçük bir kısmını Türkiye'de kurup çıkışını kollaymış. Umumi halkın kollaşını ümit kılma. Bütün Türkiye'deki teşkilatlarının, hükümetinin ve halkının Seyitum Türk'ün kayıt çıkıp Muş'nakını birlikte hem teşkilatlar bilen kurup çıkışka imkaniyet hazırlayıp verişini ümit kılma. Mevlanka, şu Seyitum Türk'ninki misalını alsak aşağılıkı üç ziyali, üst birlikni qurayli deb xalqimizga murojaat qilgandan keyin xalqimiz orasida nihoyatda qizg'in inkoslar bo'lgan. Asli to'g'ri usul mushu deb, ammo yaqinda Seyitum Türk mushu ziyolilarni va boshqa 10 necha tashkilotni biriga akilib, İstanbuldan boshlaydi bu ishni deb bir tirishdi. Ammo nihoyatda afsus, yana yo'g'on divi kelmadi, uningga orqatili bir nimish qilibdi. Biz 70 necha teşkilatını biriga akilib, birlikte kurup olduk degan bir min chiqiribdi. Ya'ni xalqimizning orzusi ittifoqlik, ammo mushundaq ta'tir, ya'ni apay sen mi deding, qurultay kelmaydi, o
o ma'rif degeni şu qurultaynınki bir nimasi hamda qo'lchumuqi. Mushundaq bir qarshilik kuch bor hamda bu ittifoqlikqa. Og'izda so'zlaydi, tushamaydi. Allohdan so'zlaydi, hatto Qur'ondan so'zlaydi, nomus qilmay. Ammo haqiqiy birlashilgan yer kelganda shaxsiy adovatni asos qilib turib, birga kelolmaydi. Rabiani deydi, bu markazni shakllantirma, ittifoqlikni ishga oshirma deydi. Sen bir ziyoli bo'lish putingdan sen jiq kuzatdan bu vaqtda senda faqat bu ittifoqlik ishga oshamdi. Masalan, qara, Puka. Biz birinchi jumriyatda bir fursatga ega uni yo'qotdik. İkinci Cumhuriyet qoldi, u vaqtdagi bir fursatni o'zimiz vayron qildik. Hozirgi dunyo vaziyati bizning mustaqil davlatimizni quradigan 3-chi fursatni oldimiz qo'yib qo'ydi. Buni qilish uchun o'sha Rabimdan degandek dunyolik bir ittifoqlash kerak. Masalan, Turkiya dedim, muarif jamiyati, mulla jamiyati deydi. Bularmı ile iqtisod meselesi bularni birlashib qolsak meni iqtisodim savol qo'ydi deydi. Shuning uchun bular nemini Seyit Tumturkni İstanbulga kirgizmaydi. Semtuda kirib qo'nib bir yig'in ichib ketib, u yerda yiltiz tatqini qo'ymaydi. Sen bu muarif jamiyatini Dunyo Uyg'ur qurtining bir quyruqi bir nima debsa, quyruq emas. Bular ikkisi o'zining iqtisod muoshlik ilib manfaat yaratgan tashkilot. Bular ma'lum jihatda bir-biriga ovoz qo'yishdi, chunki bular bir-birisining manfaatiga ta'sir yetkazmaydi. Shuning uchun bu Rabimdan masalan Dunyo Uyg'urlikdan so'rasang, birlashamdiq desang, ularning hammasini yatlab olgan 10 dak so'zi bor. Dunyo Uyg'ur qurultiyiga hozirgi dunyodagi birdan bir tashkilot, Dunyo Uyg'ur qurilib bo'ldi, hammasini bir 10 dak yatlab olgan so'zi bor. Sen ashlar bilan suhbat qilib qolsang, eng bitta 10 so'zni deb deversan, ularni dasmidan olib qo'ysa. Ular gap topolmay qoladi. Bular shu so'zni hammasi hamma yerda yotlaydi. Maqsad bular qilib qolsak, ma ilayotgan pulimizdan quruq qolamdiki, xalq pulimizni surishtiramdiki deb bular hammasi shuningdan ansiraydi. Rabimdamninga masalan dunyo nima qilman deyman, oddiy bir puxra. Ben işim yok, hiç teşkilatla işim emez. Ben Rabimdamni bütün vücudum bilan qo'llayman. Çünkü Rabia Qadir Uyg'ur degan bu gapning o'ttirda xalqaro siyosiy sahnada tanglim qo'yilib bo'lgan. Rabimdamni ko'rganda xalqlar Uyg'urni aslaydi. Qolgan hech nimasini ko'rganda Uyg'urni aslayolmaydi, biz o'zimizni tanishtirmoqchi. Rabimdamni mushtal ko'rsa, dunyo siyosiy sahna har qanday davlat Uyg'ur degan gap darrov qolsa keladi. Rabimdam shunda tezga Uyg'urlarning bir viviskisi. Lekin men Rabimdam deyman, "Hapayna chiqim" deb qo'ydim. $1 pulni sening oldingga tishlab qo'ydim. Yengib olsang, sen ustib olsa, Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatnashmaydi. Menimcha bu ularniki hamda Rabiyani deydi, ulardan odam keldi dedi, balkim ba'zilar Mana gapimizni ardı etay. Agar biz mush oldimizdagi masalani hal qilamisak, vatanni qanday mustaqil qilamiz? Biz aş qiyin masalani oldimizdagi hal o'zimizning ishimizdagi masalani hal qila olganda andiki Uyg'ur lider bo'la olamiz. Andiki Uyg'ur rahbar bo'la olamiz. Andiki Uyg'urning qahramoni bo'la olamiz. Uyg'urning askari bo'la olamiz. Biz xalqimizning beshiga hozir ikki xil kun tushdi. Bir chalda parchalab etdi. Mesela adisi Amerika'nın deprem. Amerika şunda ittifak Uygur Amerika uyuşmasının ağzı karaydıgan bir. Hemmimiz ortak. 5 teşkilat kurup parçalı etti Amerika'nı. Bir aileyle 2 teşkilat kurdu. Bir aileyle 2 teşkilat kurdu hazır. Aşında kılıp Amerika'nın 5-6 parçalı oldu. Biz bu şunu sükütü otta saklamda Xitay'nın məqsidi düştü. Şunun için bu vadimizde Uygur Amerika uyuşması acizlaştırmışızda. Yüve küçük hukuk proje bu bağ Uygur Amerika'nı kollaydı. Herhalde biz bu aldığımız işimizin meselini hal kılamızsak, vatanımızı müstakil kılışını söz açmasak. Şunun için devletini müstakil kılış için aldığılar halkımızda bütünley birleştiremeyiz. Bütünley birlik ikilenmeyiz. Hemisi özü bilgen teşkilatını öz tutsun, kucaklap yazsın. Lakin vatanını müstakil kılışta çoğun siyasette bir avazlı boysunduğun kılışımız gerek. Doğru. Bir avazlı boysunduğunu halkı düşündürüp, bolda hemen öz teşkilatını özen tut. Üstüne bir orun buludu. Maçtan Uygur'unu müstakil kılımız degan bir narsaning programını yezib chiqamdik. Nemi sebep müstakil? Muşundan başqani Uygur qabul qilmaydi deganni Amerika Aqsarayga kongressga bermoqchi bo'lsam, ular qo'yish kerak. Ular o'zining ishini qilayotgan bo'lsa, kirsa, aniq qo'shilamiz. Bir ovoz bo'lish kerak. Hech bo'lmaganda biz mushuni amalga oshirishimiz kerak. Men amalga oshirishga kirishman, hamma
Men hayat bulu dikenmen, men hayat vaktimda Uygur'un bunda çekilip, Xitayning men turmada yatqa vaqtida degan gapini amalga oshirishga men yo'l qo'ymayman. Xitoy Robiya Qodir intayin qo'rqinchli dushman. Robiya Qodir intayin xatarlik dedi. Men rost xatarlik Xitoy uchun aytganda. İntayin qo'rqinchli dushman. Men Xitoyning ishchilikisini teshiklik o'g'illarni cho'g'itmay oldirmay. İnşallah. Robimda mobayliq Amerikada haqiqatan necha tashkilot bo'lgan bilan buni bilim qilayli. Hozir Amerikadagi Uyg'urlar Amerika Uyghur birleşmesining atrofiga yaxshi o'lashdi. Oldingi bularmi Amerikada Uyg'urlarmi asosiyatdan nurg'un narsani tushandi, bu Amerika Uyg'ur birleşmesining atrofiga yaxshi o'rlashdi. Bular Amerika Uyg'ur birleşmesining nayt yaxshi chiqib ketib bordi. Har oyning beshida mush oyda nima ish qilamiz deganni o'ttirib qo'yibotdi. Har oyning oxirida doklad berib, mush degan ishlardan qaysini qila oldik deganni qilolmadik deganga javob beryapti. Yig'in ichida necha pul xaydok, necha hamma nimasi aniq ketib bordi. Shuning uchun bu yosh bolalar, bu Amerikaga yosh chiqqanlar. Bular Amerikada o'qiganlar. Hammasi Amerika o'qigan, Amerikaning sistemini bildigan bolalar. Shuning uchun bularning bolalari janda bo'yicha ketib bordi. Ammo bu bolalar ilaqa manda yiligarlikni bilmaydigan bolalar. Bu bolalarni bu o'ngayliqida yig'inni butun bu kuchni bular chiqarib ichib olsa, uningki yig'inni beriblar, uchta uzr sahnaga chiqib so'zlaydigan ish bu dunyo o'qurtni. Bunda yillarning oldida bu bolalar taqobil turolmaydi. Kichik bolalar unda yilin o'rganmagan. Shuning uchun bu Amerikada nurg'un tashkilotlar qurilib ketdi degan bilan Robimdanning gapiga mishaga imzo berib qo'yay. Amerikadagi Uyg'urlar asosiyatdan biz ahamiyat bilmas. Uyg'ur Amerika birlashmasi UAE'ning kayniga atrofiga zich ulashdi. UAE'ning atrofi 5-6 tashkilotlar emas, nurg'un doktor, ashadagi eng o'qigan ziyolilarning hammasi o'sha Uyg'ur Amerika birlashmasining atrofida. Şayet okuyan en çok ziyallarının hepsi atrafında şayet ben Rabbimden olmuş kipiye başın imza verip koyuyor. O doğru. Şimdi bu yerde gapni bir kur xulaslasak, Rabbiyanda siz özünüzden kadir kıymetini bilir ekansiz. Hem Prezident Bush'ning gibi bilan yana bir takrorlasam, siz bir yadro quroldan kuchlik bir quroli Uyg'urlarniki, bir lideri. Ama mayli siz qanday qarashingizdan qat'iy nazar, siz sababli hozirgi chechlang'uliq kelib chiqdi. Ham yana siz sababli bu chechlang'uliq o'ng'ishalg'usi. Chunki boshqa bir odamning o'ng'ishalaydiganligiga hech kimning ko'zi yetmaydigan holatda biz hozir. Chunki bashishilib ketdik. Ham Uyg'urniki hozir hamma yerda vatanda emas, chet elda yig'izlarni anglayapmiz. Shunga nihoyat yaxshi plan qilibsiz. Yani müştaq bir merkezini, ben sağlam bir merkezini qayta tiklab chiqima. İnşallah planlarımız amalga oshqusi, hem tez ardan amalga oshqusi. Ahirda bir yengil bir savol so'ray. Va Uyg'urning masalasi hozir Amerikaniki hukumatining muhim temalaridan birisi bo'lib qoldi. Bo'libmi Prezident Bush shu Xitoy kommunistlarga qattiq zarba berish orqali Uyg'urlarga cho'ng bir yaxshi fursatni olib kelish mumkin. Ama nəhayət absüs Biden deydiğən bir qeyri özünün nerede turvatqanlığını bilmeydiğən bir qeyri ləpənişib жүріп hazır şuarlar bilan az bomğa Amerikalıqlarını aldab qazanış qilishyotidı da prezident bo'lishqa. Ama xalqimiz Uyg'urlarning ko'p qismi ansirayotidi. Chunki Trump yana prezident bo'lsa Uyg'urlarga ko'proq fursat bo'lishi mumkin. Ama Biden bo'lib qolsa bu bizga Xitoyparast odamki Uyg'urning ishiga zarar yetib qolarmi deydigan bir andish bor. Sizler işkilinler Amerika'da yaşaysızlar, muşnun sizlerin oğlunlarını kısa bir anlap baksak. Amerika'nın siyaseti var. Hazır kılmış devirde meslenmiş Uygur davası meselesi geleydi. Uygur davası ayrı Uygur'un emez. Amerika'nın davası ötep ket. Amerika'nın davası Amerika'nın kolu öttü. Amerika özü kılıdı Uygur davası. Bu Uygurlar kağalarınkini vakıraplı koydu. Halas. Bu teşkilat bilen şu resim çıkıp özünü kösüp koydu. O muhbir bu muhbirge yakıp koydu. Davanı Amerika koluğa aldı. Bizning davayımız xalqaranın davası oldu. Hazır bizden emas. Uygur'un meselesi dünyanın tinchliği bilan zich münasebetli. Xitoyning dunyoga bo'lgan tahdidini parçalashda intayin cho'ng rol o'ynaydi. Shuning uchun bu Uyg'ur meselesi bizning davayımız emas hozir. Mayli Turkiyaning bo'lsin. Hatta Türkiye'de Uygur davası Uygur'un ve Türkiye hükümetinin iqtisadi ve ijtimai ve siyasi her cihati Türkiye hükümetinin
davası olup kaldı. Amerika'da Amerika'nın davası oldu. Angliya'da Angliya'nın, dünyanın davası oldu bu. Her bir devlet özünün siyasetinin içinde bombası olmaydıgan bir dava bu. Şununday, asıl siz Biden'ı dediniz, herkes onu da akıllama. Biden bulamdı, Trump bulamdı, Demokratlar bulamdı, Cumhuriyetçiler bulamdı. Hazır Uygurlar meselesinde hemiz okşaşan Uygur'unu kurtuldurumuz devatıdır. Hem de haysi saylansa, bizimki Amerika'nınki özünün grajdanları, ben hazırlıkçı Amerika grajdanı bulmadım, bütün ailemdekiler Amerika grajdanı, özünün ihtiyarı. Amerika bu davanı kimden sayılmıştın kat'i nazar, bu davanı herkes koyvatmaydı, biz mi hem koyvatmayız. Bu kısım bizim davayımızda en perdesi açık buyup, hem de burun, neminin Obama'nın vaxtında ağzı unumay, ben State Departmanı'na Taşkı İşler Ministeri grup jığlap, Uygur'unu kırıp etti. Uygur'unu genocide kıvatıdı dep Sozan Hanım'a degende, sen aşırı ettin degende, ötkende beni çakırıp apırıp, sen bundan 5 yıl burun, menin halkımını kırıp etti, genocide kıldı, milli kırgınçılık kıvatıdı, etnik kırgınçılık kıvatıdı degende, sen bilen biz kapımızda turup ilişkan, sen yalgan gap kıldın, dep hazır senin digenlerinin, senin 10 yılın aldığı degen gipin rast çıktı, kulallık tuğulluk 15 yıl aldığı degen gipin rast çıktı, 10 yılın aldığı degenin rast çıktı, hazır hemiz rast çıktı, bunun biz hazır hem de dünya hazırlıkı öttük dep sözü. Hem de hazır biz gap kılıdığan vakit kalmadı. Dünya Amerika hükümeti Uygur meselesi de bugün tek bir senatörler mi dedi, bugün bir netisinin ağzından çıktı. Bir cungo siyaseti biz itiraf kılmayımız dedi. Bir cungo siyaseti degen Tayvan, Şincan, Xitay'ın atalmış Şincan, Şizan, vatan falan menin degen Xitay komünistlerinin degen gibi. Hazır Amerika asla muşunun karab ketip bardı. Biz özümüz tek muşunun karab ketemedik. Bizden Uygurlar muşunun karab tan ilgirletmemiş gerek. Bizden halkımız hem yakında lagırdan azat oldu, hem kurumudan azat oldu, kurumuda yatvatkan ziyalilerimiz kutuldu, hem ülkeler karta hesap alınız, hem vatanımızın koluğu alınız. Biz ahudun işimiz, vatan kayıp getirdiğin kiyimimizi tayyalap bilip koyduk. Maşallah. Üç kez ülgelenmeye kalmayı da vatan kayıp bağımızda kiyip getirdiğin kiyimimizi tayyalap koyduk. Maşallah. Biz vatan kayıp getirdiğimiz zahmimiz. Hudayım vursa, uzun kanmıgan bir vakitte dünya bizden müstakil bulmasak bulmaydıganlığını düşünüp yetidu. Birinci Allah, ondan kalsa dünya ve Uygur halkı özümüzün hareketimizle vatanımızda müstakil alımız. Ve uzun kanmıgan vakit içinde biz birlik hasıl kılırız. İnşallah. Mevlan Kası'nın fikrini okşaş mı vardı? Ya to okşaş koşunçukta Rabbimden nayet yaxşı birini oturup koydu. Amerika hükümeti Xitayga Tayvan'ı okuyak kılıp itibak diye. Xitay midirlemedi. Tibet'ni okuyak kılıp itibak diye Xitay midirlemedi. Hong Kong'ni kılıp itibak diye, Mongol'ni kılıp itibak diye. Uygur'ni Xitayga ok atkan diye Xitay'nın istikamını buzup taşılıp etti. Uygur'ni. Bu Amerikalıklarla emas. Bütün muşu Tibet'ler, Xitay demokratlarımı Uygurlarının ahlığı ahirden kaldı. Aksaray'daki, Washington'daki iki ahvalını görüyorlar. Ne bir şey? 3 ahvalını görüyorlar. Birinci, Rabbimden muşu bir yılın içinde Aksaray ve Devlet Kongresi'nin içinde 50-60 parça xatını toxtamayız oldu. İkinci, hiç kim kılanmagan ve Elfidar ve Kuzlat'ın yetekçilikte bütün Washington'daki Uygurlar halk bir seferberlik kılıp 40-50 gün az degende her günü 20-30 Uygur aşı devlet meclis binasının içinde işlerini vurup Uygur'un davasını kıldı. Eşkanda adam bunu kılanmagan. Üçüncü, Sağlık Hudayar Aksaray'ın aldıda 3 yıl bayrağını lapıldattı. Dünyada Amerika'nın bayrağıdan başka Aksaray'ın aldıda ince lapıldayan bayrak şu Şarkı Türkistan bayrağı buldu. Şu bu 3 taraftan Uygur meselesi hazır Amerika'nın Aksaray Kongres hemiye kırıp gitti. Bu bir Amerika'nın siyasetiga aylanıp gitti. Rabbimden nayet yaxşı dedi bunu. Mesela Joe Biden'ı onda aldırıp tıllak etmenle o bolandı. Hazırda yakın karaganda Joe Biden 11 numara ilgir. Uygur bu kişi. Joe Biden o Şarkı Türkistan'dakine erkek kırgınçılık dedi. Şunu için biz Uygurlar onda aldırapla Joe Biden'ı tıllap onda kırıp gitmeyli.
bu ularning saylan bo'lishi, buning boisi Rabbimdan o'tkir dedi. Bu Amerikaning siyosatiga aylanib ketdi. Bu Xitoyni urush Amerikaning siyosatiga aylanib ketdi. Bular bo'lsa-mu, bu Xitoyni ojizlashtirib, bu oxirgi kommunizmni yo'qotish, bu Xitoyning siyosatiga aylanib ketdi. Buningda Uyg'urlar rasmiy hozir shaxmat taxtidagi bir peshka bo'ldi. Mening bir Rabbimdan yeng kelganligi bir gapi zot esimdan chiqib ketmaydi. Vaqtida nurg'unlar Vay Amerikalılar bizni o'yintiyotidu deganda Rabbimdan degan shoh degan. O'ynatsin. Biz avval o'zimizning salohiyatini Amerika hukumati o'yintadigan bir darajaga chiqayli degan. Hozir Uyg'urlar mana Uyg'urlar rasmiy mana Uyg'urlar ularning o'yini uchun bir taxtida bir hech bo'lmagan bir peshka bo'lishi kerak. Rasmiy chiqdi mana. Ularning davlat siyosatiga aylandi. 30 yillik bu jarayonda endi oxirida Rabbimdan haqiqatan so'zlash qobiliyatini iziqmasligini Alloh taolo bir menga ancha-muncha bergan bo'lsin-chi deb ketini. Bunday so'zlashlarni. Ikkinchi Rabbimdan Amerika hukumatiga bo'lgan ishonchisi, ideyasi zoti yiliqi gugun bo'lmagan noit aniq. Hukumat qanday qilamiz, hukumat unda emas. Oxirida shu Amerika hukumatini qanday to'g'riliq bütün Uyg'urlarga bizga noit aniq bir yo'l yo'riqni ko'rsatib berdi. Shu Uyg'urlar aldirab bir yerda Baydenni tillab, unda tillash bizning Uyg'urlar manfaat bilan hech qanday munosabati yo'q, ziyonligi bor. Shuning uchun biz Uyg'urlar bu Amerika hukumatining siyosatida hammamiz bu jihatda shu jim tug'inimiz yaxshi unda og'zimizni yig'ib tillashni to'xtatdik. Rabbimda ko'p rahmat aşı masalani yaman o'bdan, yaman aniq deb da'vatdingiz bizga. Tamam. Endi Amerikaning ishini sizlar, Amerikadagilar yaxshi bilasizlar. Biz faqat sirtdan olgan xabar, muloyizalar orqali onda bo'lib ketarmi, Bayden chiqib qolsa, Uyg'urni setib o'tami, Uyg'urning shu ko'ngil bo'lmay qolarmi deb ansirgashga sizlardan to'g'ri javobni oldik mana. Men yana bir narsani deb beray. Agar Amerika bugun akademikman Uyg'ur masalasini kun tartibga. Amerika meni turmudan ochiqimiz deb mening bolalarimni, yo'ldoshimni Oqsaroyga akirib, tashqi ishlar ministriga akirib suhbat o'tkazib, kongressga akirib guvohlik o'tkazib, meni turmudan ochiqish uchun qonun ma'qullagan vaqtda Amerikaga Uyg'ur masalasi kun tartibga chiqib bo'lgan. Shuning uchun ochiq tushunmayman. Ben bir gapni qiltirib qo'yay. Shu Uyg'ur qonun o'tishdan burun Amerikaning davlat majlisi palata demdik. Raisi Nancy Rabbimdan bilan ko'rishib, mening eng yaqin do'stim degan. Shu Nancy Demokratik partiya a'zosi. Uningdan bilsanglar bo'ladi. Shu Nancy shu gapni degan vaqtida, shu vaqtida o qonunning o'tishi haqiqatga aylanib bo'lgan desanglar bo'ladi. Tamam. Bugun majlisda palatalarda shuncha bugun nihoyatda yaxshi suhbat qildik, nihoyatda ko'p narsalarni o'rganib oldik sizlardan. Tabiiyki men bilib bilmay so'rashga tegishli emas, so'ramay qolgan savollarim bo'lishi kerak. Sizlarning kallanglarda "Ma gapni deyishim kerak"de ajab mabali so'rmadi deydigan bir nuqtalar bo'lishi mumkin. Şunu bir davasanlar, anadaki programımızda aklaştırırsak, sizlerimi çarşaf kaldınlar. Başka gap yok. Ben bayatır asli şu konu gaplarını fakat kılmaslığım gerek idi. Bir ana bir lider boğandikin. Muşun nurgun adamlar sual koyup muşun uçuklu versin davetkendikin. Ben bir deyiş doğru kep kaldı. Gepim kopal ketken bolsa, halkka, emmisiga. Bunu ben Apple sorayım. Hem de şu konu gapni en ahırkı ketim kıgan bu kalay. Bunun keyin işini tüzeş çıkarapmak öyle. Bugün şu meydanga çıkıp biz bilen sohbet ötkazgan, bizning sohbetimizni ko'rgan, mening ovozimni anglashtirishni uxlamay o'tirib anglayotgan, mayli O'rta Osiyoda, mayli Turkiyada, mayli Yevropada, mayli Avstraliya, Kanada, Amerikalarda barliq mening xalqim, do'stlarim, qizlarim, o'g'illarimga samimiy salom, oliy ehtirom, sizga mutlaq rahmat. Rahmat, armağaysız. Mevlanka, to'liqlaydi. Mening ortiq so'zim yo'q. Bugun Rabbimdan bilan tunji qatim bir suhbat bo'lganimga bak xush oldum. Bugun o'zimninki mana bir Uyg'ur xalqining ma'naviy onasi,
o'tirib suhbat bo'lganimga nihoyat xush bo'ldim. Bu programdami nurg'un masalalarni ochiq deydik. Uyg'urlar mushta ochiq deyish kerakki, Amerikada suhbatlar bo'ladi. Bütün suhbatlarda har qanday narsani nihoyat keskin, aniq, strip away deydigan, qip yalang'och qilib so'zlaydigan. Biz Uyg'urlar mushundaq keskin muzokaralarni ilib borganda, mushundaq muzokaralarda biz ideyamizni tavlab chiqamiz. Endi budaqa Sharq Turkiston hukumatini qurganda, uning oldiga biz quruq qo'l bormaymiz. Mening gapim tugadi. Rahmet, eşkallah, erişkinlağa, Allah tendirinlerini salamet, ömürlerini uzun kılsın. Yani bir katım uçundaq bir köngüllük söhbet boğucu, aman bulunlar, hayır, Allah'a emanet emse. Oldu, maqla, hoş. Yargen turpan Ürümçi Gulca Atış kumu Aksu Altay Korla ve Kuca Ana yurtum sen bu dünyadaki en güzel makan Patmaz bu yaşta çeksiz mihirge tuğan Alnızaqtın bu akıldı gülistan harman Yana menge davam qilab üzülüp qalma Yurtum sana vücudumda çeksiz muhabbet Faxrleniş, asrab suyuş, davomda abad Dua qilay, ajr qilay, to'kib tarmikman Ana yurtum, o'z farzandimman, o'zimmiz haqiqat Yusuf Mahmud farzandi Bahrim mahkam yodimda Allah badur maqtahrim Allah o'tgan qo'yinimda Sen joyib tutmishga o'lmassiz diraksiz Yurtum sana vücudumda çeksiz muhabbet Faxrleniş, asrab suyuş, davomda abad Dua qilay, ajr qilay, to'kib tarmikman Ana yurtum, o'z farzandimman, o'zimmiz haqiqat Oğuz royi Sınsuçin bizge Ümmet işeç Ümlü xeyret Bu soğu bizge Hirindaşla Kul bergin duruz Hamra kıl külke Java
aslab suyish davom ta abad duo qilay ajr qilay to'kib tar mehnat ana yurtum biz farzandimman uzunmas haqiqat sana vujudimda cheksiz muhabbat faxrlanish aslab suyish davom ta abad duo qilay ajr qilay to'kib tar mehnat ana yurtum biz farzandimman uzunmas haqiqat ana yurtum